Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmetli televizor görgüçiler. Uçuk söhbet namlıq programımız arqılıq sizler bilen yeni yüz görüşdük. Bu programımızda köngül koyup görüşüңlar ümit qilamiz. Bugünkü programımızın aziz mehmanları bir-birinden alahida men üçün intayin mühim mehmanlar. Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Reisi Vekili Mahmudcan Damallam, hoş geldin. Selçuk Üniversitesi İslam Tarihi Bölümü Doktorantı ve Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği azası Abdurrahim Dövlet Efendim programımıza hoş geldin. Uygur Tədqiqat İnstitutu Tədqiqatçısı Adil Er Uygur Efendim programımıza hoş geldin. Riyasetçimen Abdülahad Ucat. Hürmetli qarindaşlar, bugünkü programımızda perzentlerimiz ve mesuliyetimiz degan temini çörügen asasda kelgüsümüzün ümit yıldızları, kelgüsümüzni kurup çıkıcı bolgan perzentlerimiz, yani 35 milyon Şarkı Türkistanlıkның perzentleri ve ularga qarata mesuliyetimiz hakkında toxtulup ötümüz. Çünkü İslam dünyası ve hususan Müslüman elleri de yaşlarının nispeti köp sallıqını egelleydi. Şuningdek ahlaki, fikri, ictimai jihatdan cemiyetning ta'siriga uchraydiganlarning asosliqimi yanala yoshlarni tashkil qiladi. Jumladan tizla cemiyetga moslashish va bir qism nashayan xato yo'lga kirib qoldiganlarning ko'pinchisi yana yoshlarni tashkil qiladi. Bizning yoshlarimiz, ya'ni muhojiratdagi Uyg'ur yoshlarimiz bu din, axloq, milliy madaniyat jihatdan nihoyat og'ir xilslarga uchrayotdi. Bu xilslar yoshlarning kundalik hayotida eng xatarlik va og'ir tahdidlarga aylanish bilan birga yoshlarimizni bu tahdidlardan saqlaydigan va mudofaa qiladigan eng kuchli qurol bo'lgan iymon va e'tiqoddan yiroqlanishga, axloqiy cheriklikka yuzlantiryotdi. Mana bu sababdan, ya'ni mushu yoshlarimizning masalasini hal qilish uchun qisman bo'lsa-mu foydasi bo'lib qolar degan umidda bu programmani qilyapmiz. Hürmetli Damallam, programımızı özürü bilen başlayalım. Birinci sual, yaşlar kim? İslam yaşlarda qandaq sübetlerinin bo'lishini talab qiladi. Bu haqda qisqacha tushuncha berib o'tsalar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aldı bilen men ustazlardan, qarindaşlarımızdan Doktor Abdurrahim Efendim ve şundaqla Adilcan qarindişimiz bilen bu sohbetde birge bolganlygym üçin nihoyat xursand. Allah subhanahu wa taala hemmeýlerini bu sohbetde toğrun sözleşke nisip qilsin. Hemmeýlerini yaxşı yolda, yaxşı hizmetde birge meňişqa nisip qilsin. Bu sual qarta yaşlyk degenlik, yaşlyk döwri insanga nisbeten intayin insanın kuşluk, akli taraftan bolsun yoki jismani taraftan bolsun en kuşluk devri. Allah subhanahu wa taala Qur'an-ı Kerim'de bu yaşlık devrini tasvirlep "Vellezî halakakum min da'fin thumma ja'ale min ba'di da'fin kuvve thumma ja'ale min ba'di kuvvetin da'fen ve şeybe." Muş ayette Allah subhanahu wa taala bu yaşlık devrini insanınki ösmirlik, yani kichiklik davridagi ojizligi bilan qirg'a vaqtdagi ojizlikning o'ttirsidagi eng kuchliq davri, kuchliq vaqt bu deb Allah subhanahu va taolo insonni mushundaq boshda tug'ilgan vaqtda shundaq ojiz, keyin uning kuchli bo'lganligi, uningdan keyin yana bu badanning sog'lomligi, tinining kuchli bo'lib, ma'lum vaqt o'tgandan keyin xuddi kichiklik holatidagi ojizlikdek acizlik haletiga qaytırganlığı ve qeriydiganlığını Allah subhanahu wa taala bayan qilgan. Şunun üçün yaşlık devri her qandaq bir ümmetninki, bir xalqninki güllenişinin asası, zulümden qutuluş, azatlık, erkinlik, muşularının hemmisi şu dese asaslık yaşlarının qoludan gelir. Şunun üçün Allah subhanahu wa taala Qur'an-ı Kerim'de bizge nurgun nemune buluşuk digişlik bütün İslam yaşları, bütün halkımız özüge ülgü qilishga tegishlik nurg'un yoshlarningki qissalarini
vaqaliklerini Allah subhanahu wa ta'ala alahidi şu bayan qilgan. Şularning qatoridan sualning bir tarmoqi Allah subhanahu islom yoshlardan qandaq bo'lishni talab qiladi degan savol bo'lg'achqa biz masalan yoshlardan birinchi bo'lib Qur'oni Karimda kuchliq deb sifatlaganligi bu kuchliq bo'lish deganlik yalg'iz faqat badanning ham kuchliq bo'lishi bu yetarlik emas. Beden kuchliq bo'lib iroda ojiz bo'lsa, bo'shanliq bo'lsa, ilmda ojiz bo'lsa, yana bundaq badani kuchliq inson bo'lsa-mu nurg'un ishni qilolmasligi mumkin. Xuddi ba'zi hayvonlar shundoq yo'g'on kuchlik, lekin aqli bo'lmag'achqa yanala uni aqlliq bo'lgan kichkin bir inson uni kontrol qila oladi. Biz Qur'oni Karimda masalan İbrahim alayhissalomningki vaqaligiga, ya'ni butni chaqqanlik vaqaligiga qaraydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bu İbrahim alayhissalomning so'zini sifatlab va tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. O'zining qavminingki butga ibodat qilayotganligini ko'rib, mushadin ketgandan keyin ham men bularning butlarini cho'qib tashlayman, ya'ni sundirib tashlayman, bichit qilib o'taman deb Alloh bilan qasam qilgan. Bu shundoq buzib o'tgandan keyin bular kim qildi bu ishni? Bu butlarni kim chiqib o'tgandi degan vaqtda ashularning so'zi bilan qalu sami'na fatay yazkuruhum yuqalu lahu Ibrohim. Bu butni chaqqan fata degan so'z arab tilida ajoyib yoshlikni ifodalaydigan so'z hamdir. Futuva deydi, ayet kuchliq degan gap, jonliq degan gap. Ya'ni biz ismi İbrahim deyiladigan bir balaning mush ishni qilganligini angladik deb tasvirlagan. Demak İbrahim alayhissalomni bu yerda naiti kuch bilan birga iroda, o'zi yolg'iz bo'lsa-mu, o'zining xalqini, o'zining qavmini shu xato yo'ldan tusish uchun, bu munkarni yo'qotish uchun shu kuchli iroda bo'lgan. Shuning uchun bu butun chaqib o'tadigan. Uningdan boshqa Sura Kahf'dagi yoshlarning vaqaligi bo'lsin. Innahum fityatun amanu bi robbihim va zidrahum huda deb ashularning haq yo'lni deb, iymonni, islomni deb o'zining qavmiga, o'zining shu chaqdagi podshoga zulmiga qarshi turib, ular bilan kurash qilganligi, o'zining iymonini elib qochganligi shu zulmdan. Bu shularning hammasi bizning yoshlarimizning shundoq irodalik bo'lishi, zulmga qarshi turishda oldingi safda bo'lishningki zururligini shu yuqoridagi İbrahim alayhissalomning voqeasi bo'lsin, mayli ashabul kahfidagi yoshlarning voqeasi bo'lsin, mushular aniq bizga tushuntirib beradi. Bugungi kunda masalan yoshlarimizningki, nurg'unlarningki axloqiy tarafdan chiriklashib, xato yo'llarga kirib ketayotganligini his qilamiz. Lekin biz Qur'oni Karimga qaraydigan bo'lsak, Qur'oni Karimda Yusuf alayhissalomdan iborat bir payg'ambarning balasi. Bu payg'ambar mush bugungidanmi ig'ir fitnaga duch kelgan. Bugungi kundami biz jamiyat shundoq buzuq deymiz, lekin ko'pincha holatda taqiqchilik bir ayolninki bir yigitni voy maka deb chaqaganligini jamiyat uqmaymiz. Har qancha buzuq ayollarmi bu darajaga yetmadi. Bir ko'chidagi yoki bir yoshni maka deb bir xato yo'lga, xato ishga chaqaganligini biz anglamadik va ko'rmadik. Hatto yoshlardan anglamadik buni. Bundaq bir voqelikni. Lekin bu Sura Yusuf'ta çoğu desa, bu şu. Ayolninki, yani o'zining xo'jayini Yusuf alayhissalomga nisbatan ayolning haytalak deb mushundaq chaqaganligi. Men sana tayyor, mavagi kel. Mushundaq buzuq ishni qilishga kel degan vaqtda shundaq yosh turib, shundaq kuchli turib Yusuf alayhissalom nima degan desa, qala robbi innahu ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun deb o'zining farvoydigoriga qaytgan farvoydigoridan bu fitnadan qutulishni Allah subhanahu va taoladan tilagan. Hatta turmoq kirsan degan vaqtda yoki men buyurgan mush xato munkar ishni qilsan yoki seni turmoq so'rayman degan vaqtda qala robbis sijru ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Ya'ni menga nisbatan bundaq xato yo'lda mengacha bu harom ishni qilg'ichilik turmi yaxshi. Allah meni turmoq kirgizish orqali ham bo'lsa, ma ayollarning fitnasidan meni qutqizib qolsa deb Allah subhanahu va taoladan tilagan. Demak, bu haqda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmasi hayotidagi mayli Ali radhiyallohu anhu bo'lsin, Muaz ibn Jabal bo'lsin, Mus'ab ibn Umayr bo'lsin va bizning vatanimizga islomni elib kirishga sababchi bo'lgan Sultan Sodiq Bug'roxon rahimahulloh bo'lsin, shularning hammasi yashdi. Sultan Sodiq Bug'roxonmi hammamiz bilamiz,
yaş vaqti edi, shahzoda edi. Lekin mush dinni qabul qilganlik sababdan 5-6 aydan keyin hokimiyatni qo'lga olib, butun Sharq Turkistonga islomning tarqalishi uchun alohida hissa qo'shgan, islom madaniyatininki Qarxonlar davlatining qo'li orqali gullanishiga ul sağın kishilarning biri. Mushularning hayotiga qaraydigan bo'lsak, bularning yeshiq qaraydigan bo'lsak, hech qaysi nurg'unlari 25 yoshga kirmagan vaqtda. Olimlar odatda bugungi kunda yoshlik davri qaysi desa, 14 yoshdan 24 yoshgacha yoki 12 yoshdan 24 yoshgacha deb tunishtirdi. Demak, mush vaqtdagi shu katta sahobaning hayotiga qarasak, bizning vatanimizga islomni akirgan va uningdan keyingi nurg'un qahramonlarimizning hayotiga qaraydigan bo'lsak, bularcho desa, hammasi shu 25 yoshga kirmay turib nurg'un ishni qilib bo'lgan. Bugungi kunda bir qism yoshlarimizning 25 ga kiribmi, hatto 30 ga kirgan yigitlarning aqli hushini topolmayotganligi, o'zining nima ketayotganligini bilmayotganligi bizning halimizningki, bir qism yoshlarimizninki halining nihoyat xatarlik ekanligining dalili. Bu vaqtda to'xtalsak gap nihoyat jiq. Bugungi suhbat mehmonlarimiz va ularningki so'zlarini anglashimiz zarur. Shuning bilan men mushahada bu gapimni to'xtay bu savol qarta. Xo'sh, rahmat Mahmudjon vallam. Hurmatli Abdurahim afandim, yuqorida Mahmudjon vallam islom yoshlarda qanday suhbatlarning bo'lishini talab qildi degan savolga javob berib o'tdi yoki o'zining fikrini bayon qilib o'tdi. Endi o'zlari bu masalaga psixiki nuqtadan qaraganda yoshlar kim degan bu masalaga qanday qaraylar, bu vaqtda fikrlarini bilib o'tsalar. Assalomu alaykum barliq ustozlar. Bugungi bunda bir fursatni yaratib berganliklaringiz uchun hammalarga tashakkurimni aytaman. Men Solih Qudjanning qarashlarini qisqacha o'rtoqlashay. Endi psixologiyada, ya'ni o'sib ketish psixologiyasida yoshlik davri yoki balog'at davri asosan jismoniy jihatdan bolalarning balog'atga yetish alomatlari boshlagan shu 12-11 yoshlardan boshlab yoki 25 yoshlargacha, 24 yoshlargacha bo'lgan 10 yildan ortiq bir vaqtni o'z ichiga oldi. Odatda psixologlar buni cho'ng jihatdan 3 bosqichga bo'ladi. Birinchi bosqich 12 yosh, 11 yoshlardan 14-15 yoshlargacha. Yani dastlabki bosqichi. O'rta bosqichi odatda 14-15 yoshlardan 18 yoshlargacha atrofda. 18 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgani endi oxirgi yoshlik bosqichi hisoblanadi yoki oxirgi balog'at davri. Endi cho'ng jihatdan yig'inchoqlar so'zga vaqtda bu balog'at davrida asosli bunday 5 kalima ochqushliq. Birinchisi bolalarda aniq biologik o'zgarishlar yuz berdi. Yani jismoniy jihatdan tuyuqsiz cho'ng bo'lishga boshlaydi. Masalan, bolalarning ovozining to'mlishi, bug'diykining paydo bo'lishi, asta-asta soqol burutlarining xat tortishga boshlashi qatorliqlarning hammasini biz beshimizdan o'tkazgan his qila olamiz. Yani bedendeki biyolojik hormonlar, mesela oğullarına nispeten erlik hormonu, testosteron deyimiz. Ayallarına nispeten yani ayallık hormonu, yani kızlarda. O fevkalade küpüydü şunu bilen ayallık ve erlik alameti cismani cihetin roşan körleşi başlaydı. Yani bu biyolojik terakkiyata geçip tabi yusunda psikolojik özgürlüklerine körleşi başlaydı. Çünkü insanın psikolojisi hemmesi bir biyolojik asaslıydı. Yani bedenimizde ona bir asası var. Aval biyolojik cihetin yitilimiz anadaki psikolojik alametlerimiz körleşi başlaydı. Hem de bu asaslık 5 kelimenin birisini ne desem ben hazır birincisini dedim. Yani biyolojik cihetin üst bitiliş ve özgürlük. Yani buna tefsili alametleri ne? Yani bu sohbette tuluk söz yapılamayız. Hem de ikincisi bu basmışta balaların bikitilmegen bir salahiyetini beşini ötküzdü. Bu bikitilmegen salahiyet degenimiz ben hazır dedim 12 yaştan 22 yaşgacha deb faraz qilsak mesela 10 yılda biz bularni hem bala deb muomala qilamiz bir tarafdan. Yana bir tarafdan 15-16 yosh bolalarni bu yosh yigit deb muomala qilsak, yine 25lik bolalarni bu cho'ng odamga o'xshash muomala qilamiz. Ya'ni jamiyatning yoki sirtqi dunyoning bolalarga tutgan pozitsiyasi ularning o'zining zodi ijtimoiy salohiyatining zodi qayerda ekanligini aniq bilolmaydigan bir ahvolga tushirib qo'ydi.
Yani bu bir ötkünçü basqıç olganlığı üçün bu ötkünçü basqıçtaki bir turaqlıq urununu şekillendiriş nəhayət qiyin. Hem de üçüncüsü, balalar asta müstakil karar çıkarışa başlaydı. Mesela akallisi deyli, 12-13 yaşa kirgenden keyin balalar toluksuzluğun birinci, ikinci yıllıklarda qaysı toluq o'tirib maktabda o'qish, kelgusida qaysi kasbni tanlash deganga o'xshash ishlarda asta ota-onasi bilan fikri bir yerdan chiqmaslikka boshlaydi. Ya'ni, masalan, bu hafta oxirisida yoki shanba-yakshanbada men mundoq qilaman deganga o'xshash ishlarni ota-onasidan burun so'rab qilgan bo'lsa, bundan keyin asosan ota-onasi maslahat ish qilishga, hatto ota-onasini o'rinlashtirishga nisbatan o'zining mustaqil e'tirozini ifodalashga boshlaydi. Yani müstakil kararları köpüyordu. Dördüncüsü, besin, gem köpüyüşe başlaydı. Yani çoğun buluşka ergişip bunun etrafı, yani balaların etrafındaki muhit, meyli onun dostları, meyli ailesi, mektep, cemiyet, onundan kütüşke başlaydıgan bir kata hareketler var. Yani sen çoğun oldun, bunda akılışın gerek dedi. Bana müşterinin hamısı balaga muvaffak derecede besin payda kıldı. Mesela o imtihan katlışı lazım. Mesela imtihanın özün bir besin. Anladı ki ben bu dostlarımın arasında inavatımını saklaşım lazım. Ornumunu saklaşım gerek de böyleydi. Onun özüme bir besin. Anladı ki ustazının aldığı ki abroyunun yerge uğurlup geçişini halamaydı. Şunu olan o sınıftaki, mektepteki inavatı dikkat kıldı. Ailede takımı şundak. Ata-anasının üzüki qandaq qaraydiganligi balaga nisbatan favqulodda muhim. Mushu vaqtlarda balalar bunaqa alayda diqqat qilishga boshlaydi. Hamda beshinchisi o'zini izlash. Bu o'zini izlash deganimiz balalar asta ilgari masalan obrazliq tushundirsak, sen kim desa ismini deb bo'lgandan keyin balalar men falonining balasi yoki falonining o'g'li deydi. Ya'ni o'zining kimligini dadasi yoki onasiga bog'lab turib, boshqalarga tunishtirsa, bundan keyin asta o'zining ismini bevosita deyishga boshlaydi. Ota-onasidan boshqa so'ramaguncha men falonining balasi demaydi. Shuni o'zi bu yoshliklarda bolalarning asta o'zining mustaqil kimligini yaratayotganligini va shu yo'nalishga qarab menayotganligini alomati. Bundaroq desak endi, rasmiy qanot chiqarib, ammo to'liq o'smagan, ammo to'xtamay qanot qayqayotgan, endi uchaqda deb uçuşga tamshirayotgan bir davr. Men bu vaqtda shu qisqacha mushunchalik to'xtalay. Rahmat Abdurrahim efendim. Hürmetlik Adil Uygur efendim. Sizler ictimai noktadan qaraganda yaşlar kim yani? Bu sınırca bununla kısaca düşünce durursunuz. Kıymetli görürmenler, muhterem imanlar hemen müşahit hayırlı olsun. Biraz burun Abdurrahim Devlet yaşlarına yani balağa geldiğinde ki hissiyat cihetten hatta izmarciyet mazrak düşündürüp öttü. Ben hem tuzaktaş noktasına azırak gep kılay. Yaşlık devre hakikaten hem fizikilik, fizyolojilik, hem biyolojilik, hem psikilik, hem izmarciyetin en çok zor özgürlüşü uçuracağın bir devir. Yani nihayet sezgür bir devir. Hazır Abdurrahim Devletken'de bu balağa bu hissiyat cihetten azırak bu nihayet bütün dünyasını hissiyat tuyguğa asasen kurup çıkan bir devir buldu. Mesela aslan bir neresi işindiğen, bir başkalık aslan beqinip kaldığan, bir neresi aslan yaxşı koyduğan, bir neresi aslan soğuyduğan, manda bu karakteri yok kaldı. Hem de çatakları bu vallahi de çoğulam kılalaydıken, mamı kılalaydıken mi, kılalayman diyen aşınak bir ideyage hissiyat ilgi bulup aldı. Lakin yüzden acizliğinin mi tembir demdi. Yani yüzden acizliğinin itiraf oldu. Şundaqla bu şu devirde valla çoğunlarınki bek arışıp ketişini bek halap ketmeydi bu mezgillerde. Hatta üzdünki bu itiraf kılgan çoğunlar tarafından itiraf kılınışını halaydıgan buldu. Ama kıskısı hissiyatı bek turaksız buldu da vakti. Ama aynı zamanda valla bu şu devirde arzusu buldu, gayesi buldu. Meselelerinin netice ve sebep oylaşma başlaydı. Hem de ictimai noktanın diğer vaktimizde onu asasen 4 cihetten tarifleşki buldu. Birincisi bizimki şirketlerimizini belgelediğin yaxşı yaman, sert, güzel, halal haram dediğin kadriyetlerimiz var, kadımız var. Del bu narsalarni balla
ailesida, maktabda, atrofida, do'stlarida cho'nglarni uyg'onishga boshlaydi. Ya'ni burunqidan bir qadam ilgirlagan holda mushu qadriyatlarni uyg'onishga boshlaydi. Bundan keyin bolalarning dal mush vaqtda ijtimoiylashishi texim tezlashgan bo'ldi. Ijtimoiylash degan gap, ya'ni shu bir millatningki urf-odatlarini, normalarini, nizomlarini mushlarni uyg'onishga boshlaydi bolalar. Bundan keyin bolalarningki bir ijtimoiy ehtiyoji bo'ldi. Chunki ijtimoiy ehtiyoj degan gap, ya'ni bo'lmasa bo'lmaydigan zaruriy ehtiyoj. Masalan, bolalar bir ijtimoiy to'pqa ta'alluq bo'lishni his qildi. Bir oila bo'lishi mumkin bu, bir do'stlar bo'lishi mumkin, bir jamoat bo'lishi mumkin, bir millat bo'lishi mumkin. Agar bolalarning shu ta'alluq idisi, ta'alluq ehtiyoji agar qamdalmagan vaqtda bolalar dal oilasidan, do'stlaridan yoki jamoatdan so'g'ib boshqa bir do'stlar chemberiga izlashga boshlaydi. Bu do'stlar chemberiga yomon niyatlik, qora niyatli bo'lishi mumkin. Ammo dal mushuna davrda bolalar chuqur ta'alluqdan iborat mush narsani quyga kirdi. Onun için balla bir ijtimoiy rol berilishni xohlaydi cho'nglar. Ya'ni balla men cho'ng oldim. Unda qolganki menga bir rol beringlar. Mana o'zimningki qobiliyatini joriy qiladigan bir sahna ehtiyojim bor degan oshnasi ehtiyoji bo'ldi. Bu da insonning bular yoshlarningki ijtimoiy rolininki ayrılmaz bir qismi. Agar buni qamdalmagan taqdirda balla bu ijtimoiy rolni uydan emas, yoki maktabdan emas, yoki do'stlarning ichidan emas, yoki jamoatdan emas, yanada bir qism nachar, qandaq bir guruhlardan izlashga boshlaydi. Bu ijtimoiy ehtiyoj bo'lmas bo'lmaydigan ehtiyoj. Onun için bolalar biraz bir aktif deb özlük izleyişi. Ben bunu kimlik izleyiş deb tushundim. Yani bolalar delmiş mezgilde kimlik kirişki duch keldi. Qanda degan vaqtda bolalar o'smirlik davridan uni oxirlashtirib balog'at ketgan davrga qadam qo'ydi. Ya'ni bolalar o'zi mansub bo'lgan oila, ijtimoiy to'p, jamiyatda maqsadni, arzu-armonlarini, his-tuyg'ularini, o'y-fikrlarini, e'tiqodini, mevqiyatini, hareketini uyg'onishga tirishadi. Ya'ni kim ekanligini, kim bo'lganligini, kelgusi nima qilganligini, kimlarga nimaga ishonganligini, atrofidagi voqealar va masalalarga qarata qanday muomala qilib, qanday harakat qilishni qo'yib kirdi. Ya'ni cho'nglarga, guruhga yani ta'tir harakat qildi. Ya'ni men bir mustaqil inson bo'ldim. Mening e'tirof qilinglar degan narsaninki qo'yga kirdi. Buni bolalarning hal qilish haqiqatan tez. Dal shu vaqtda ota-onalarningki ota-onasini o'rnak ilishga tirishadi. Yoki o'zi qoyil bo'lgan e'tirof ishlarni o'rnak qilishga tirishadi. Masalan, bir qahramon yoki bir o'zi e'tirof qilishadi. Ondan keyin yana bir muhim nuqta avlodda o'tirishga to'qinish. Bu qanday degan gap degan vaqtida, ya'ni bolalarma ma'lum yoshga keldi. Ular farqli bir muhitda cho'ng bo'ldi. Biz cho'nglarni farqli bir muhitda cho'ng bo'ldik. Ikki avlodda o'tirishniki ijtimoiylik faqat o'xshamaydi. Biz ne kadar bir Uyg'ur millati bo'lsak-ma, ammo ijtimoiylashimiz farqli bir sharoitda shakllangan. Hozir texnologiya taraqqiy qildi, ilm-fan shunday taraqqiy qildi. Dal bu shunday mezgilda cho'nglarningki texnologiya, texnika tutgan pozisiya bilan, ya'ni yoshdan tutgan pozitsiya o'xshamaydi. Xelijiq farqli, hatto mohiyatdan farqli qilish mumkin. Masalan, cho'nglar an'anaga bakrak ahamiyat beradi. Farzandining uzdek bo'lishini o'ylaydi. Ammo balog'atga yetgan yoshlar bo'lsa, yengil o'quvchi bo'ldi, texnikaga bakrak amroq bo'lgan bo'ldi. Bir narsa qiziq turdi. Ya'ni uyg'ush deganda qiyin qiziq bo'ldi. Yangi narsaga intilib turgan bo'ldi. Dal shunday vaqtda cho'nglar buni qabul qila olmaydi. Shunday vaqtda yoshlar bilan cho'nglar o'rtasida ziddiyat kelib chiqadi. Chunki ikki avlodning o'xshamagan davlatga ijtimoiylashishi, balog'at ekanlarninki o'zining mustaqil inson sifatida cho'nglarga o'zini e'tirof qilish tegishishi, undan keyin bolalarning farqli bir ijtimoiy rolga ega bo'lishini o'ylashi, ota-onasining farzandiniki bu ko'z qarashga moslasholmasligi yoki qarshi chiqishi, hatto bostirishi, kontrol qilishi, undan keyin bolalar bilan cho'nglar o'tirishga madaniyat seviyasini farqli qilish qatorliqlarning hammasi da bu yoshlar bilan ota-onalar o'tirishga ziddiyatni keltirib chiqardi.
Bulupmu hazırkı devirde, yani burunki devirlerde olgan bolsa, internetninki umumlaşmagan devirlerde ata-onalarniki balalarning üstüne ta'siri intayin küçüktü. Ama hazırkı devirde undaq emas. Çünkü internet hemmamizning qo'liga qadar yetib keldi. Yani internetni kontrol qilish uchun chiqib ketdi hozir. Dal bu shundoq vaqtda balalarninki ata-onasininki ta'siridan bakroq sirtqi ta'sirininki kuchli qilish ehtimoli intayin yuqori. Dal mushu ahvolda balalarniki ijtimoiylashishda intayin muhim rol o'ynaydi. Ben gapimni shuncha qilay. Rahmat. Yuqorida islomiy nuqtadan, psixiki nuqtadan va ijtimoiy nuqtadan yoshlar kim deganga javob berib o'tgan bo'ldik. Endi yaqindan beri bir turkum Uyg'ur yoshlarining har turli nashayon yo'llarga kirib qolganligi yoki yomon yo'lga kirib qolganligi, hatto bularning orqasida qora kuchlarning borligi munosabatli uchurlar tarqaldi. Bunu hammamiz anlab qattiq bayram bo'ldik. Buningga qarata har xil fikrlar bo'ldi. Lekin biz bu masalani hal qilishda diniy olimlar, ziyodalarning fikrini olish va bu masalani hal qilish haqidagi tavsiyalarimizni xalqimiz bilan o'rtoqlashish uchun bu programmamizni qilyapmiz. Shuning uchun bu masalaga kirib mushu savolni o'tirib qo'yapman. Bu yoshlarningki mushu yo'lga kirib qolishida har xil sabablar bor degan fikrlarmi o'tirib chiqdi. Buningga har xil kishilar o'zi bilgan shaklda mulohazalarni, fikrlarini bayon qilib baxtdi. Endi mushu masalada Mahmudjon domollam aslında her xil sebep bor deyilsa, seyirci bunun sebebi zaten nima? Nima uchun bizningki bu muhaciratdagi Uyg'ur yoshlarimiz, bularmi Turkiyadagi Sharqiy Turkistonlik yoshlarning o'ttirida mushundaq masalalar o'tirg'i chiqadi. Bunga qarata, ya'ni diniy nuqtadan tushuntirib bersalar. Allah razı olsun. Bu savolga javob berishdan burun bu masala qarta bizning ishimizda ya xalqimiz ichida uch xil qarashdagi kishilar bor deyish bo'ladi. Chunki ba'zi kishilarning og'zidan angladik. Buning birinchisi nihoyatda mubolag'lashtirib, zodi xuddi Turkiyadagi yoshlarning ko'p qismi, o'smirlarning ko'p qismi shu xato yo'lga kirib ketgandek. Türkiye'deki meyli cemiyetler olsun, meyli Türkiye'deki Türkistanlık, Şarkı Türkistanlık muhacirler olsun, bu yaşlığa köngel bölmeyi taşlıp etkenliki, bu naiti xatarlik ahval ikenligi to'g'riliq gap qiladigan, bu haqda nurg'un mulohazalarini yurgizdigan, ya'ni Turkiyadagi yoshlar shunda buzilib ketdi deb tashviq qilinadigan yoki shunday gaplarni deb deydigan kishilar jamiyatimizda bor. Xususan Turkiyadan boshqa yerdagi, ya'ni Turkiyani sirtidan kuzdirganlar alohida kichikgina bir ish bo'lsa, alohida diqqat qilish, o'z turayotgan yerda har yo'g'on ishli boranda uning bilan anchkari yo'q, lekin Turkiyada jo desa kichikgina mayli salbiy yoki ijobiy ishlar nurg'un bo'ladi, ijobiy ishni ko'maydigan, lekin salbiy ishlarga alohida diqqat qiladigan, kichikni yo'g'ontib tashviq qiladigan shunday ahvol bor. Shuning birichi mushu buzilib ketgan mushunda yoshlar bor ekan deb bu masalani yo'g'ontish. Demak, shu o'g'illar bu masala bor. Bu masala bor. Meni demak shu o'g'lim nima desa, bu yerda Turkiyada mush vaqtda har qanday bir aql egisi o'ylash lozim. Turkiyada 1000 jiq minglab yoshlar bor, shunday yaxshi o'qiyotgan, tirishchanlik qilayotgan, nurg'un millioner boyning bolalari edi, ota-onasi bilan munosabati uzilganlik sababdan hozir ta'tillarda ishlab, o'qish vaqtida o'qiyotgan, hatto o'qish vaqtidami yarim kun yoki 5-6 soat ishlab, haloldan kasb qilib o'qiyotgan nurg'un yoshlarimiz bor. Hatto kichik bolalarmi, ya'ni o'smirlarmi, 16-17 yoshlik bolalarmi ishlayotgan, o'zining tul qolgan onasini beqiyotgan mushundaq bolalarmichu bor. Masala qarta birinchi bu masalani yo'g'ontib, umumiy jamiyatni qo'pqar ko'rsatishmi to'g'ri emas. Ve şundaqlı yoq
acayip yaxşı kunlar. Hech qanday masala yo'q, hamma odam nihoyat yaxshi ketyapti deb bulayotgan ya ko'rilayotgan bu yerdagi bir krizisdan ko'z yumib olish bu xato. Mushkil bormi yo'qmi, xafalık bormi yo'qmi deysiz, bor. Lekin hajmi unchalar kishilar tashviq qilgandek unchalar qo'rqinchli emas. Lekin bo'lganligi uchun buni davolash lozim, buning chorasini tepish lozim. Bu haqda mishada bir savol so'rasam, masalan Sharq Turkiston ulamolar birligi rais vakili bilan suhbatlar bilan bu masalaga alohida ko'ngil billar. Hatta ulamolar birligida bu haqda bir yig'inlar o'rlashtirilmoqchi ham bu haqda fikrlar bo'ldi o'zaro har xil. Shuning jumlasidan sizlar bir turkum o'sha ko'chilik yoshlar bilan suhbat o'tkazdilar. Buningki ahvolini tafsili bilish uchun. Sizlar bu suhbat jarayonida bu yoshlarningki sonininki qancha ekanligini tespit qilib chiqlar. Bu haqda men suhbat o'tkazgan bolaning soni ancha emas. Men bu haqda fikrlashgan, gapini anglagan bolalar umumiy sanab kelsam balkim 13 chiqishi mumkin. Men hozir ko'rashgan mush necha kunli yoqqa. Lekin bolalardan so'rgan ma'lumot qaraganda umumiy hamma mushu ko'chirmishlar egizpas bo'lgan bolalarning soni 150 dan oshmaydi. 150 dan oshmaydi. 150 dan oshmaydi degan bir nimada hamda. Qog'ini lekin tekshirgandan keyin amaliy ahvol texi maydonga chiqadi. Shu ko'chilik bolaning gapi ku. Bolaning gapi. Bir 150 masalan 100-150 oralig'ida bo'lishi mumkin degan mush gapni bir necha bolaning og'zidan bu gapni angladim. Buning hamda sizlar so'rgan savol, buning sababi nima? Mushundaq bolalarningki ko'chaga chiqib qolishi yoki mushundaq nashayon qalayimqa yo'lga kirib qolishi desa, birinchi o'lab buning sababi yanıla siyosiy sabab. Ya'ni bizning vatansizligimiz. Davlatimizning bo'lmaganligi. Davlatning bo'lmaganligidan bu yerda nurg'un ota-onalar vatanda turmalarda qoldi, bolalari chet elda qoldi. Yoki ma'lum ota-onalar bolalarimizni o'qitimiz degan maqsadda chet elga chiqargan, lekin keyin aloqaning uzilishi bilan bularni iqtisodiy tarafdan qo'llash uzilib qolg'achqa bolalar o'qishini davomlashtirib olmay ko'chaga chiqib qoldi. Yani buning eng birinchi sababi yanıla bizning davlatimiz bo'lgan bo'lsa, yoshlarimiz ko'ngil bo'ldigan har qaysi davlatning va shundaq ijtimoiy tashkilotningki kuchi joyida bo'lgan bo'lsa, bu vaziyatni balkim biz ko'rmaydik. Birinchi sabab vatansizlik, davlatsizlik, yoshlarımızga ega bo'ldigan bir hokimiyatning bo'lmaganligi bu birinchi sabab. Xo'sh. İkinci sebep nima desa, ikinci sebep yani şu zulmga munosabatlik nurg'un bolalarningki ota-onasi bilan aloqasining uzilishi. Nurg'un iqtisod egillarining oilasi cho'ng bo'lgan, yani baylarning bolalari aslida kichik vaqtida hatto keyin chet elga chiqqandan keyin ota-onasi bilan munosabat bor vaqtda shundaq erkin xohlagancha xajlab yashaydigan bolalarningki to'satdan ushtum tut ota-onasi bilan bo'lgan munosabatning uzilib, munosabat uzilganlik sababdan iqtisoddan ayrilib, shuning bilan burun yugan yeb, yugan kiyib, obdan xajlab cho'ng bo'lgan bolalar qiyinchilik bardoshlik berolmay yo'ldan chiqib ketib qolgan ahvol shu. Bu ikkinchi sabab ham. Xo'sh. Uchinchi sabab nima desa, bizning Turkiya jamiyatida rasmiy bir Uyg'ur jamiyatini shakllantirmaganligimiz. Yani bir ma'lum bizningki umumiy mayli urf-odatimiz, dinimiz, tilimiz hamma ishni qo'g'diya oladigan bir jamiyat shakllantira olgan bo'lsak, u yerda bu yerda hamma yerda mushu Turkiyadagi ba insonlarning hammasi bilan aralashishdan iborat bu vaziyatdan sal xoliroq o'zimiz Uyg'ur xalqi buni sifatimiz bilan ma'lum bir rayon ya bir yerda bo'lgan bo'lsak, masalan bir jamiyat shakllantira olgan bo'lsak, mumkin bu xafalikninki qisman oldini Uyg'ur jamiyatining bo'lmasligi. Uyg'ur jamiyati bo'lmagandan keyin odatda bisini kuzatish yo'qaydi ekan hamda. Masalan, ma Safakiyda nurg'un qalaymigan Uyg'urlar Jixyada qalaymigan ishni qilmagan odam, chuqum Uyg'ur Aziyaga ya ko'maydigan yerga bo'lsa, hali ishni qiladi. Chunki inson degan odatda o'zini to'naydigan, o'zining jamiyati bo'lib qolsa, nurg'un fazilatli ishlar o jamiyatda oshkor bo'ldigan, nurg'un xato, ayblanadigan ishlar jamiyatda yoshiriladi. Kishilar uni oshkor qilmaydi. Jamiyatning bo'lmasligi bu sabablarning biri deyishga bo'ladi.
Üçüncüsü, Türkiye'de turup, lekin ata-analarınınki ajrışıp ketken. Yani ata-analары aşında balla bakken. Yani ata-anası ajrışıp ketken, şu sebepten bu balınınki haldan xabar aldıgan, ya ki dada joyida xabar alanmay, ya ki ana joyida xabar alanmay, şu sebepten ko'chaga chiqib ketgan. Şu yani er ayolning ajrashib ketishimi balalarning ko'chaga chiqib qolishiga bir sabab bo'libdi. Şu bizning Turkiyadagi vaziyatimizda. To'rtinchi bir sababi nima desa, ma'lum ben ko'zim bilan ko'rdim ba'zi ishlarni, bizning balalarni tarbiyalashdagi ota-onalarning safosizligi. Yani ota-onalarning safosizligi yo'g'on bo'lib qolgan balalarni urush orqali tarbiyalayman deb kuch chiqarishi yoki buningga alohida tirishchanlik qilishi, uruman deyishi, urishi. Odatda bu urush deganlik hayvonga yarashadigan ish hamda. Hayvonni mangmidi deb urdi. Odatda hayvonni haddidan ziyoda urishmi shakllanadi shariatimizda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hatto shu sizlar balalaringizni 7 yoshga kirganda namozga buyuringlar, 10 yoshga kirganda o'qigan unimisa adaplash yuzasidan uringlar degan mush hadisiga asosan olimlarimiz 10 yoshdan kichik balani qat'iy urishga bo'lmaydi deb hukm chiqargan. Lekin bizningki Uyg'ur analarimiz yoki ba'zi dadalar qaraydigan bo'lsak 6-7 yoshlik, 7-8 yoshlik balani urayotgan. Masalan, mushundaq ahvollarmi ko'zimizga chaliqadi. Shuning uchun oildagi balalarga bo'lgan qo'pollik, balalarni urush, buni mehribonlik bilan, kuyinish bilan, fikrini, gap so'zni anglash bilan tarbiyalamay, balki tayoq bilan buni men adam qilaman deb mushuning kuchashning o'zimi ba'zi balalarning ko'chaga chiqishiga bu sabab bo'libdi. Shundaqlardan balalarningki ota-onasi ikkilis bir uyda bo'lsa-mu, lekin har doim ikkisini o'tirsida jidal. Yani bir namuna ait yaman namuna bo'lib ko'rinib balaga nisbatan qarz ana bilan dada har kundagidek jidallashib turgan, urushib turgan, nurg'un bunun qo'shnilar aralashgan, u aralashgan, bu aralashgan, shuni bilan bala psixikasi buzilib, bunda har kuni jidallashadigan oil tug'icha men bu oilni tashlab chiqib ketaman deb chiqib ketgan mushundaq ahvollarmi yo'q emaskan jamiyatimizda. Ben anladım ben. Shu ota-onaninki jidali o'zaro. Ota-onasi mushoda baturib, yani 14-13 yoshlik balalarni hatto qiz bolalarni uydan tashlab chiqayotganlik. Ketganligi sababi nima desa, uydagi urishdan. Uyda bir mehribonlik, kuyinish, mayli er bilan ayol o'tirisida bo'lsin, yoki dada bilan balla o'tirisida bo'lsin, mehribonlik, kuyinish bo'lmay, uning o'rniga urush jidal bo'lgandan keyin balla bu uydagi urush jidalni ko'rib, buning bilan yashashga qudrati yetmay yoki chidamay, shuning bilan uyini tashlab chiqib ketish. Ve şundaqlı altında bir sebebi bazı balalar ben sordum nemish o'qishni tashlab etding, nemish o'qimading ukam? Desam o'qig'im yo'q. O'qishdan zerikib ketib ekanman. Kichik vaqtimda o'qiysan deb tayoq yegan. Shu sababdan o'qishdan zerikib ketib ekanman deb o'qishdan chiqib ketgandan keyin mayli maktabning o'qishidan yoki bo'lmasa ma'lum bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz aşkan mekteplerden bolsun, o'qishni tashlab chiqib ketgandan keyin bu balalarni cho desa, shuni bilan ko'chaga chiqib, ashunda har xil qalaymiqan yo'llarga kirdi. Andan buning qo'shilib, shu yuqoridagi sabablarga qo'shilib, bu yerda bizning cho'ng bir dushmanning bo'lishi, bu dushman andan bizning yoshlarimizni vatanimizda ashundaq majburiy holda uni dinsizlashtirib, uni o'zining millatidan, urf-odatidan, tilidan hammasini ayirishga kuchayotgan bo'lsa, chet eldimi cho'qim alohida bir kuch chiqarayotgan ahvol yo'q emas ham. Shularning qo'li baliqi. Shu uyushtirib deb shuning ko'ngan bolalar shunday chiqqan. Ya'ni bakan shu bolalar qatida ba'zi biz tashladik deganlarni endi tashladik deydimda, amaliyotda tashlagan bo'lishini umid qilamiz. Lekin bu qimmat narsa tursa, masalan, ya azam bo'lmasa u bolalar ishlamasa uni nerdan topadi o? Bu nerdan topsizlar desa, endi berdiganlar deydi ekan ham bu bolalar. Demek o berdiganlar boshqa bir yerdan kelganlar emas. Cho'qim shu dushmanninki bu ishni shu alohida qo'li va yoshlarimizni bu chet eldimi buzish uchun bularni o'zining dini, o'zining millati hech narsani tunimaydigan, keraksiz qilishga alohida selinayotgan bir mablag'mi bu ishning keyinida shu cho'qim bor deyishga bo'ladi. Rahmat, Allah razı olsun.
yuqorida sizlar bu sebepni 6 noktaga merkezleştirdiler. Bir, siyasi sebep, yani bizning vatansizligimiz. İkincisi, balalarning ota-onasi bilan bo'lgan aloqaninki turaksizligi, yaxshi bo'lmasligi. Üçüncü, Uyg'ur jamiyatininki bo'lmasligi, yani xos Uyg'urlar yashaydigan bir rayonning bo'lmasligi. To'rtinchi, ota-onalardagi bola tarbiyasida bo'lgan safosizlik. Beşinci, öydeki urush jidallarninki ko'payib ketishi. Altıncı, balalarning o'qishdan chiqib qolishi. Yettinci, en mühim sebep qara niyatlik düşman kuchlarning bu ishning orqasida bo'lishi degan merkezleştirdiler. Rahmet, Allah razı olsun. Endi Ustoz Abdurahim Davlatga o'tdilar. Hurmatli Abdurahim Davlat efendim, o'zlari ma'rifchi va tadqiqotchi bo'lish sifatida bilan yoshlarninki mushundaq yo'lga kirib qolishining sababini qanday tushunlar yoki bu vaqtda qanday tushunchalar bor? Buni o'tirib qo'yasizlar. Yuqorida Mahmudjon Davonlar men bu qog'ozga yozgan bir qancha muhim nuqtani so'zlab o'tibdi. Men shularni qo'shqach, o'zimning ba'zi o'ylaganlarimni o'tirib qo'yay. Men ko'rib bakkan materiallarga qarasam, birinchidan bunun muhim sebebi bunda desek endi ko'chmanlikning bir muqarrar bedeli deb qo'yildi. Bu qanday gap desa, bu Amerikaga borgan, mesela Afrikadan mecburi ilib berilgan nigerlar, ko'chmanlar, mesela İspaniyaliklar, mesela Janubiy Amerikadan borganlar, başka nurgun devletlerden şu Avrupa devletleri ve Amerika borgan ko'chmanlarning farzandlari odatda maxsus tadqiqotlar jib yezilibdi munosabatlik mushu temada. Shuningda shu yerlik jamiyatdagi, ya'ni masalan shu agar u davlat Amerika, Angliyadagi yerlik jamiyatdagi shu jinoyat guruhlari maxsus shu ko'chmanlarning farzandlarini yo'ldan chiqarishni nishon qildi. Yani şularning bolalarni jalb qilish orqali masalan zararlik chekimlik setishga aldab ekirish. Masalan dastlabda haqsiz berish, undan keyin asta ko'ndirib olgandan keyin setishga yetaklash. Asta majburlash hatto. Keyin ma'lum jihatlar aylanmas holga kelgan vaqtda rasmiylik hal qilishni qiyin bir masala bo'lmaydi. Ya'ni biz bir davlatga chiqib, u yerning almi-talmini, o'y cho'nqirini bilib bo'lguncha bu allaburun boshlanib qoldi ekan. Biz bunun yuşurun basqıçını dastlabda sezgirlik bilan ko'ranmay, ammo mesela mushiqatim qo'q o'xshash, mesela jidal majra shaklida rasmiy o'ttirib chiqqan vaqtda keyin apla mundaq sho'p emasmi deb kechikib bayqavatimiz. Amaliyotda eng dastlabda bizning shunda bir ishga duch kelganligimizni baldırroq ko'rishimiz kerak ekan. Demak, bizning bu jihatda bizning mutaxassislarimizning bo'lmasligi bir mesele ekan. Endi buni ikkinchi sababga o'tkilman. Yana bu ikkinchi sabab nima desam, amaliyotda masalan nurg'un bolalarimizni shular nishon qilgan bo'lishi, yaqinlashgan bo'lishi, o'zining sepiga tortishga tirishgan bo'lishi mumkin. Ammo ular uchrashgan yoki ular tortgan bolalarning hammasi ularning sepiga ketgani yo'q. Nima uchun bir turkumlari ularning sepiga ketdi, bir turkumlari yana ularning aldan qaltisga tushmadi. Yani bu ikinci sebep kelimesi. Yani ikinci sebepte şuların aldan qaltısına düşken ya ki şu yolga mangan balalarının köpüncüsünün aile terbiyesi yeterlik emas birinciden. İkinciden yeterlik bolsunmu to'g'ri emas. Aile muhiti yaxshi emas. Aile muhiti yaxshi emasdan bir alametini bayan Mahmudjon Davonlar so'zladi. Birisi haddidan ziyodi jidal majra qurmaydigan aile. İkincisi ata-onasi ajrashib ketgan. Bala ya anasının ya ki dadısının yanında yo'qolgan. Shuning bilan anası ve dadısı birisi-birisiga qiydab bola bilan qara olmaydigan bunda mas'uliyatsiz ota-onalar. Masalan, u iriga qiydiganligi uchun uning bolasini malla baqamtim, mening nima ko'rim deydigan onalar bo'lsa, yana bir jihatdan bola deganni ona baqidi. Qanday qildim endi u shuning ishi deb onasiga yuklaydigan mas'uliyatsiz dadlar bor. Yana bir yerda oila tarbiyasining yetarli bo'lmasligi, xato usulda bo'lishi,
ve aile muhitinin balalarning o'sib kelishiga ziyonli bir holatga o'zgarib qilishi yiliqi sapga minib ketadigan balalarning ichki sababi. Ya'ni chunki bu aile muhitida ular o'zini namoyon qiladigan bir sahna topolmaydi. O'zini qabul qiladigan bir mehr muhabbat topolmaydi. Unda bo'lgandan keyin ular o'zini qabul qilgan kishilarni, mehr muhabbatni sirtdan izlaydi. Mana bayam balog'atga yetganlarning alohidaliklarini 5 kalimaga yig'inchoqlab so'zlagan vaqtda bir narsani dedim. O'zini izlaydi. O'zini izlaydi deganimiz o'zini ifodalaydigan sahna izlaydi. O'zini qabul qiladigan bir muhit izlaydi. O'zini muayyanlashtirgan muhit izlaydi. Ama bizning aile tarbiyasi xato oilalarda cho'ng jihatdan mana ikki xil muhitga ega oilalardan kelib chiqadi deb o'ylayman. Birisi ota-onasi haddidan ziyod mustabid oilalar. Bu deganimiz bolalarning hech qanday sado chiqarish haqqi yo'q. Barliq qaror butunlay ota-onalarning. Bolalar o'zining mustaqil qarashini ifodalash erkinligiga ega emas. Bolalarning his tuyg'ulari, qiziqishlari, ehtiyojlari nazarga olinmaydi. Faqat men mundaq dedim, shundaq qilsa. Eng to'g'risini men bilaman, sen bilmaysan. Men oq desam oq, qora desam qora. Deydigan bu xil muhitda asta-asta bolalar muayyanlashtirishga erishilmaydi. Chunki u men mundaq qilsam dadam xato deb qolarmi? Ma gapimni onam to'g'ri topmasmi? Mundaq qilsam izoh ishlamanmi? Agar ma'no qilsam xato bo'lib qolsa tayoq yemanmi deydigan bu g'am bolalarni albatta bu xil oila muhitidan zeriktiradi, bezdiradi. Masalan, mushu xil bolalar ko'chaga chiqqandan keyin, masalan, ma'lum bir urushga qatnashib qoldi, mushlashdi. Bu bola o'ylamagan yerda ifodasi yaxshi bo'lsa, ya'ni bir ishki mushni yaxshi ata olsa, uning do'stlari chiqib uning yeniga kelib, uning murisiga shapaloqlaydi. Qaltiskansa deydi. Ama bu bala qaltiskansa degan gapni oilasida anglab boqmaganlikdan boshqalarning uni qaltis deb muayyanlashtirishi albatta uningga favqulodda bir deymiz, bu xuddi ugulga o'xshash ta'sir qildi. Unda bo'lgandan keyin albatta u o'zini shu ko'chadagi bolalarga mansub qilish orqali o'zining kimligi barpo qilinayotgandek bir tuyg'uga keldi. Şunlaşqa bu aile muhitimiz meselesi favqulodda muhim. Albatta bu bek cho'ng tema. Texmi inchga, texmi sistemlik so'zlash lazım ama cho'ng sabab nuqtasidan buni tilg'ilish muhim deb o'ylayman. Chunki bayam degandek sirtda bizning bolalarimizga hujum qilayotgan bir kuch bor. Agar bizning bolalarimiz hujum qilayotgan kuchning xato ekanligini, ularning to'g'ri emasligini bilaydigan aqlga Anladın ki onu jalb qilsa, uning kendidan mangmaydigan bir iroda kuchiga ega bo'lsa, ya'ni immunitet kuchi yetarli sog'lom bo'lgan bo'lsa, uni jalb qilsa mangmagan bo'ladi. Ammo bayon deganimizdek, nurg'un shu ko'chaga ketgan bolalarning oila tarbiyasini, oila kelib chiqishini tekshirib qilgan bo'lsa, mushu xil sababni cho'qim uchirtimiz. Andan keyin uchinchi sabab bolalarning ehtiyoj ve istekleri to'liq qondirilmagan. Odatda shu balog'at ketgan bolalarda ma'lum bir masala ko'rildi deyilsa, ko'pincha vaqtlarda psixologik nuqtadan mushu sababga taqiladi. Ya'ni bolalarning o'zining tibbiy ehtiyojlari. Masalan, tibbiy ehtiyoj deganimizda eng aqallisi kuyinish, mehr muhabbatga bo'lgan ehtiyoji. Masalan, onasi dadasidan garchi xatolik sodir qilsa-mu, ba'zi ishlarni onasi dadasi deganda qilmasa-mu, albatta onasi dadasi degan hamma ishning to'g'rilishini atayin etdi. Bunday ahvol ostida ota-onalarning bolalarga shartlik muhabbat izhor qilishi. Masalan, sen kitob o'qisang, ondan keyin men seni yaxshi ko'raman. Sen topshiriqni yaxshi ishlasang, ondan keyin men sana amroq. Sen Qur'onni yaxshi yodlasang, ondan sana cho'ng mukofot bor. Agar undaq bo'lmasa, men seni yaxshi ko'rmayman. Degan shakldagi bir xil shartlik muhabbat ifodalash asosida bolalarni men qancha qilsam ota-onam meni yaxshi ko'rmaydi ekan. Demak, men yaxshi ko'rishga arziydigan bola emas ekanman degan tuyg'uga keldi. Ya'ni bu yerda mehr muhabbatga bo'lgan ehtiyojim qolmayapti. Undan keyin bir hurmatlanish ehtiyoji bor. Bu hurmatlanish ehtiyoji odam cho'ng bo'lgandan keyin shakllanadigan narsa emas. Eng kichik bolalardan boshlab asta-asta shakllanishga boshlaydi va bu eng tubki ehtiyojlarning biri.
Eğer o balla ailede yeterli hürmetlenmese, yani kemsitilse, her daim ata-anası tarafından onun sadaları boğu etilse. Mesela bunda okuştulu, biz hemmemiz yukarı besimli kazanını biliriz. Bu kazandan aiti qiyin bo'lgan narsani pishiramiz. Yani bu kazandan içinden aiti küçük bir horba. Ama biz bu horni bu tuvak bilen etimiz üstüden. Eğer bu tuvaktan biz azrak yani içip gazını çıkarıvetmesek yani horni, bu tuvak partlap gidiyor. Bu da insanın vücudumu şunun okşaydı. Onun sırtqı çıkışı kerek olan bazı his duyguları var. Eğer bu his duygularını ailesinde hatırlayan çıkaramasa, mesela nemegi amrak, nemegi öştikini aşkar diyemese, onun hissiyatı ata-anası tarafından meskır kılınsa. Mesela meskır kılınsa degenimiz bir misallarla, mesela 8-9 yaşlık bir bala, karangudan korksa, biz de mutlak köp dadılar kandak inkas kaytırda, uğaval degen mi, karangudan korkan diyor. Bu korkunacak. Dep balının karangudan korkanlık hissiyatını kabul kılmasın, onu düşenmezsin, eksici onu meskır kılıdı, onu kemistidi. Yani onun hissiyatını toğra yaki hata dep markuyaş arkalık türge ayrıydı. Mana bu balağa nispeten kabul kılgısız bir ahval. Ameliyatı çoğunluğa nispeten mi şu? Mesela biz mi ma'lum bir narsani qo'rqsak, onu başkalar kelib bizning yuzimizga salsa, sen bek qo'rqinchoqkansan desa, bu bizga ayt eg'ir keldi. Bu da shunga o'xshash balalarni to'la izotat buzilsa. Albatta bu oila ularga nisbatan agar cho'ng bo'lsam, baldirroq chiqib ketsam deydigan oilaga aylanadi. Shuning bilan bu bala 17-18 yoshga kirgandan keyin ko'chaga chiqib ketsa, uyga kech qaytsa, o vaqtda hayron qolmasak bo'ldi. Chunki biz allabirun uning shu xil asosini uyda yaratib qo'ygan. Demak, ana shu ehtiyoj istaklari to'g'ri usulda qondirilmaganligi uchun bayanman degandek, sirtdan qondirilgan manba topgan vaqtda albatta shu yerda o'zining huzurini topadi va asta-asta oiladan yiroqlashga boshlaydi. Shunlar ota-ona tushunmaydi. Men unga nima desa deb bersam, qanday narsani yegizsa, qanday narsa amroq bo'lsa yegizsam, qimmat kiyim-kechaklarni yeb bersam, nima uchun bunday qildi deb tushunmay qoldi. Endi ikkinchisi bayon bir oila tipi haqida so'zladim. Birisi mustabid oilalardan bu xil ko'p chiqadi. Endi ikkinchisi kari yo'q oilalar bor. Kari yo'q oilalar deganimiz bayon Maquljon Namolam so'zlab o'tgan bir xil oilalar bor. Ya'ni iqtisodiy oyati yaxshi, boy oilalar bolalarga barliq moddiy ehtiyojini haddidan ziyod oshirib qondirdi. Mesela en kıymetli kiyim-kechaklarni, hatta 15-16 yoshli bolalarga nihoyat qimmat mashinalarni yepagan ota-onalar bor. Demak, bu xil bolalardagi shakllangan narsa nima desa, bular nazoratdan xoli. Endi 12-13-14 yoshlik vaqt, gerçi ma'lum bir ishni xatoligini o'qisimi. Masalan, tamaki chekishni xatoligini o'qisimi. Ota-onasining uni to'g'ri topmaydiganligini o'qisimi, ammo do'stlari bilan birga bo'lgan vaqtda tamak chekishning ait huzurluq ish ekanligi so'zlanganda, uning chekishdan to'sib qolgan iroda kuchi yetarli emas. Endi bu qo'yib etilgan oilalarda ota-onasining nazorati yetarli bo'lmaganligi uchun bolalarning topdan chiqib ketish ehtimolligi intayin yuqorildi. Ham bu tadqiqotdan o'tgan narsa. Bu nuqul Uyg'ur jamiyatida emas, asosan barliq insoniyat jamiyatida şu ata-onasi kari olmaydigan bolalarning axloqiy jihatdan baldur topdan chiqib ketishi asosan umumyuzlik bir hodisa. Hammamiz o'zimizning kechirmishini o'ylab baqsaq bo'ldi. Yigitlarning, ya'ni o'g'illarning hammasi tunji tamakisini chekkanda, haraqini ichganda dadisi akisini o'rganmaydi, do'stlarini o'rganadi. Ata-onasi yetarli nazorat bo'lmagan, shunga fursat yaratilgan oilalarning bolalari shuni qila oladi va keyin odatlanadi. Çünkü künüş, odatlanish deganlik bir qatim, ikki qatim bilan emas, balki shu nazorat yo'q oilalardagi qo'yib o'tilgan muhitda odam yetildi. Endi yana bir sabab, biz mushu masalalarni baldur oldin havas qilolmadik va bizning munosabatlik masalan maktablarimiz, tashkilot organlarimiz baldurroq tadbir ololmay qoldi. Baldur tadbir alamayı qolganligi uchun hozir masala yuz berib, endi qanday qilamiz deydigan bir masalaga duch kelyapmiz.
Men müşizlek sözleyip öteyim yine. Rahmet. Abdurrahim efendim rahmet, Allah razı olsun. Hürmetlik Adil Uygur efendim, özleri cemiyetşünas buluş sübetleri bilen bu meselenin kelip çıkış sebebini qanday düşünürler? Bu haqda qısqacha tushunib o'tasizlar. Hozir Mahmud Damalov Abdurrahim Davlat siyosiy tarafini o'rindan keyin oila tarafini deb o'tdi. Hatto ko'chmalik sharoiti nuqtasini tahlil qildi. Men bu ishga muhtaram me'monimizniki to'liqlash nuqtasini bir necha nuqtani qo'shib qo'yay. Oldi bilan bu yerda bir masala mavjud haqiqatan Mahmud Damalov degandek. Mübalağa çötken mevcut, mübalağa kılarken çoğaltılırken mesele mevcut. Ama bir yerde hazır bizim sohbetimiz yaşlarının ki meselesi boğan boğaçka ben tekrar umum cihetten bir ilişki tirişay. Çünkü zaten yaşlarının ki asasen meseleden hali emez. Bu nayet normal hal. Bir yerdeki mesele çoğun eğer tuyuk yollara kırıp mesela başka meseleler halka oldu da karayım ben. Çünkü hazır dep öttiğimizde yaşlılık hakikaten kıyını kızlık bir mezgil. Bu hatalıkla sadır oturdu. Mühim boğun tüzütüş meselesi hem de. Ben aile kurulması noktasını biraz tahlil kılay. Çünkü aile hemimizdeyimiz cemiyetin kişilik kartinisi de. Yani aile kişilik münasebetle cereyan kılınan bir sahne ameliyette. Ballar muşu sahnede kişilik münasebetlerin köp türetleri şahit oldu. Mesela yaşlar, ballar, kişilik münasebet belirleydiğimiz kilişiş, hemkarlık, diyalog, onunla sadakat, işenç, birlik katılıklarının uygundu. Aynı zamanda bu sürkülüş, zoravallık, kilişelmeslik, meseleye çıkanda onu normal ilmi yollarına emez, yak sohbet yollarına emez, katı kolluk arkalı hal kışının uygundu. Yani cemiyetteki o münasebetlerin bir taraf meselelerini ata-analары öge ilip gördü. Ata-analar bu meselenin bir taraf kalakta da qaysi xil şeklini qo'llagan bo'lsa, balalarım dal mush munosabatni o'rgangan bo'ldi. Yani demek ki oğlum ailelik münasebetinin asasını er ayağının bir-biriga tutgan pozitsiyasi tashkil qildi. Mesela sevgi, merhamet, kelişish, muloyimlik, diyalog münasebeti kuchli er ayollar, kuchli bo'lgan er ayollar bu dal balalarga mush nuqtani muomala qilgan bo'ldi. Balalarga mush nuqtani o'rgatdi. Ama zoravallik, ziddiyat, onundan keyin qattiqqo'llik, hukmron oila bo'lsa, balalarni dal masalani mush nuqtani muomala qilishtirishdi. Ama bundaq bir muhitda cho'ng bo'lgan balalar aciz, üzgü işenmeydiğen, korkunca, izik, uçuna bulup kaldı. Üzünü ifade kılamaydiğen, psikolojik iyi bulup kaldı. Onun için balalarının ki bu psikolojik ahvali onun etrafındaki dostlarla münasebette, mektepte ya ki başka yerde nahit tesir kıldı bu. Şu an bundaq balalar ameliyatda devamlılık ailesinden Abdurrahim deb ötkende keçişik erişilendi. Onundan keyin ailenin her xil buldu bunun karakteri. Hazır Abdurrahim müstebit aile dedi. Ben bunu hakim mutlak aile deb atashni bakra to'g'ri qo'ydim. Çünkü hakim mutlak ailede bütün kararlar hem de ata-ana tarafından eğilindi. Abdurrahim dedi. Lekin balalarga hech qanday bir qaror berishimiz qarmaydi. Bunda aile qanday bir karakterga desa, kuchli ata en kuchli bo'lgan dada, onunki ana, onunki aka, onunki boshqalar keldi. Bir yerde hak, adalet, onunki bu meseleler kuchlik nim degan bo'lsa, şunun haq olgan buldu. Adalet o'xshash, sevgi o'xshash. Yani bu yerde kuchlikni gibi bakıldı. Bunda qo'ygandan keyin, bunda bu hakim mutlaq ailede hiçbir zaman yani hakni, adaletni yoki to'g'ri narsani tepishga intayin ters bo'lib qolgan bo'ldi. Çünkü balalar bunu ko'rgan balalar jamiyat chiqqandan keyin yoki bizniki zag'ritimizdan aytganda jamiyat chiqqan vaqtida kuchlik bo'lishni o'yladi. Çünkü kuchlik gibi o'tdi ekan. Kuchlik bo'lganda andın biz o'zimizni itiraf qildira oladiganmiz. Boshqa bizni itiraf qildi ekan. Boshqaning hurmatiga erisha oladiganmiz. degan an nuqta keldi. Bundaq bir oilada ilmninki yoki boshqa bir adolat tuyg'usi yoki odillik tuyg'usiniki taraqqiy qilish intayin tez. Bundaq oilada cho'ng'igan bolalarni amaliyotda diqqat chekiladigan, nafsini yig'olmaydigan, uniki bir narsaniki oldiga mo'ljalab qilolmaydigan, hammadan bek kishilik munosabatda o'zini bunda qo'g'dash
psixikasi bo'lib qolgan, jinoyatga moyil bo'lgan bunday bir xarakterga kelib qoldi. Hozir oilada hamda ota-onalarniki bal tarbiyalashda yoki bir necha xil pozitsiya tutadi. Birisi hokim mutlaq pozitsiya, ikkinchisi demokratik pozitsiya, uchinchisi barobarlikni targ'ib qilgan pozitsiya, ondan keyin kar olmaydigan pozitsiya, ondan keyin ba'zi narsa ruxsat qilgan pozitsiya degandek pozitsiyalar bor. Bu pozitsiyada bizim Uyg'ur oilalarida bakroq shu hali deb o'tganimizdek musabitik pozitsiya bilan hokim mutlaq pozitsiya bakroq kuchli o'rinda qo'ymayman. Chunki bundaq bir oilada hamda cho'nglar bolalarni mustaqil inson sifatida bakroq bu bolalarni o'zining melidek, o'zining mol mulkidek deb qaraydi. Unda qo'ygandan keyin bolalarga xohlagancha muomala qiladi. Bolalarni xohlagancha tanqid qiladi yoki qattiqqo'llik qilish mumkin. Unda qo'ygandan keyin bolalar xohlagancha olisha oladi. Bu yerdagi muhim masala ota-onalarniki bolalarga bo'lgan o'zining mulkidek ko'rishni tugutish yoki ash ko'z qarashini o'zgartirishga ahamiyat berish kerak. Yeni bir sebep aileniki ictimai iqtisadi ahvalmi bolalarniki ictimai ahlakka yoki bular moslashamaslikka sebep bo'ldi. Qanday degan vaqtida bir ailening ictimai iqtisadi seviyesi ota-onaniki ma'naviy dunyosi ta'sir ko'rsatib qolmasdan bolalarning xarakteriga ta'sir ko'rsatadi. Agar moddiy yoki ma'naviy ictimai yuqoriroq bo'lib qolsa, bolalar albatta ijobiy ta'sir etib turadi. Ve tuvayroq bo'lib qolsa salbiy ta'sir etib turadi. Chunki bundaq oilada yetib chiqqan bolalar boshqalarga beqinda bo'lgan xarakterga ega bo'lib qoldi. Uni o'zlama ta'sirga ifoda qilgan bo'ldi. Ümidsizlik bo'lib qoldi, tushkunlikka yoki tashqi kontrolga bakroq moyil bo'ldi bundaq bolalar. Ondan keyin bu ota-onaning hozir Mahmud Aman deb o'tdi, madaniyat seviyasida va kasbiy ahvolimi bolalarningki xarakteriga ta'sir ko'rsatgan intayin muhim omil. Masalan deylik, bolalar bu Türkiye'de bu Türkçe, Uygurca yakın deb o'ylaymiz. Ama tilma bolalarniki til qobiliyati hakikaten bir jamiyatga moslashishda intayin muhim rol o'ynaydi. Agar o'zingizni yaxshi ifodalasangiz til orqali siz asan bir jamiyatga yoki bir ijtimoiy to'pga asan moslasha olasiz. Yoki oilangizni chiroyli gap bilan o'rgansangiz, sirtma mushu gaplarni ishlatsangiz, siz e'tiborga erishasiz. O'xshashda oilada sert gap bilan o'rgansangiz yoki haqoratli gaplarni o'rgansangiz, hep yolda sirtma siz mushu gaplarni qilgan bo'lsangiz, bunda bo'lganda sirtdagi o do'stlar chemberiga yoki ijtimoiy to'pga sizni qabul qilmaydi, yaplaydi, chatib qoladi. Yana bir sabab hamda do'stlik chemberiga. Bolalarniki albatta do'sti bo'ldi. Chunki bolalar ailesida deyilmagan gaplarni do'stlar o'rtaq qo'shadi, darslashalaydi. Ko'plab do'stlar vaqt o'tkazadi. Chunki o'rtaqlashilgan, darslashigan temasi asosan o'rtaq bo'lgan bo'ldi. Bundan keyin ota-onalarniki tanqidlardan aralashishni qutlash uchun do'st izlaydi. Ya'ni bu do'stlar chemberiga bolalarning ijtimoiy intayin muhim rol o'ynaydi. Ama do'stlikning foyzi o'g'indek o'xshashlar bu yomon do'stlarga alishib qolsa, yanada bolalarga nihoyat ig'ir ofatlar yetib keldi. Shunga ota-onalarning bolalarniki qandaqroq do'stlarni izlaydiganligi, qandaqroq bolalar bilan do'st bo'lganligiga ahamiyat berish kerak. Onun için mektep muhitima intayin foydali. Bu Türkiye'de köşmeler nihayet köp. Köşmelere nispeten Türk halkının nispeten göz karşı özgürlükle başladı. Elbette bizge bo'lgan göz karşı unchola emas, yanala ijobiy deb o'ylayman men. Lekin yanala maktabni bizga bilim olishni o'qitish bilan birga, ya'ni maktabdagi ba'zi o'qituvchilarningki bolalar tutgan pozitsiyasi. Ondan keyin bu maktabga kelgan bolalarningki har xil ijtimoiy arif ko'rishga bo'lishi, unda maktabning sharoiti bu qatorliqlarni bolalarning balki o'qishdan so'p ketishga sabab bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Hozir biz naslni konkretlashtirib, yo'ldan chiqib ketgan bolalar deb ta'rif qildik. Men bu bolalarningki oilaviy axir ko'rishlarda o'qib ketmayman. Ammo bu yerdagi masala Mahmudjon Damolam deb o'tgandek ko'proq bu aileningki bundaq bolalarningki oila ko'rishningki parchalanib ketgan ailadan bakroq chiqdi deb o'ylayman. Chunki bundaq muhitdagi bolalar tabiiy holda o'zini sirtdan
sirtkiler kubul qilish uchun tirishadi. Pashilib ketgan bo'lg'achqa kontrol qiladigan yoki tarbiyalaydigan ota-onasi bo'lmaydi. Yana bir sabab yani ijtimoiy muhit. Qandaq degan vaqtida İstanbul xalqaro bir shahar. İstanbulda hamma narsani topa olamiz. Eng yaxshi xayrli ishlarni topa olamiz, eng yomon ishlarni topa olamiz. Onundan qalsa bu yer yashagan bolalar bu har xil narsani ko'rgandan keyin tabiiy yo'lda bir kültür jihatdan yani madaniyat jihatdan bir silkinish paydo bo'luvchi bolalarda. Unda olgandan bolalar hamma narsani balkim qiziqib, shunga moyil bo'lishi mumkin. Shunga hozir mesela Safaköy'de yoki Zeytinburnu'nda yoki Uyg'urlar ko'p o'ltirib tashqi rayonda o'zini ifoda qilmagan bolalar boshqa bir rayonga berib ifoda qila olishi mumkin. Yana bir konkurlaştırsak, Safaköy bilan Zeytinburnu ko'chmalar nisbatan ko'p bir rayon. Unda qolgankin bu yerda har xil madaniyatlar bor, har xil odamlar bor. Buni qayg'ishib har xil masalalar bor, har xil qiyinchiliklar bor. Shu bolalarning mushundaq muhitniki ta'siriga asal uchrab ketalaydi. Chunki shu hozirgacha Turkiyaga kelgan qanchalik bo'ldi? 17 yil o'tdi. Zeytinburnu'ndaki Uygur ailelerininki, farzandlarininki oliy maktabga o'tish nisbati favqulodda tuvan deb shu xulosa kelsak bo'ldi. Chunki buning nurg'un sabablar bor. Bu Zeytinburnu'niki shu murakkab ijtimoiy qurilishga munosabat qilgan narsa. Lekin yaxshi o'qigan bolalar bo'lishi mumkin, ammo soni intayin oz. Bu oila bilan munosabat emas, balki ijtimoiy muhit bilan munosabat. Bu sebepten düşüncelik desek buldu. Hürmetli Adil Uygur efendim, Sildim en ahirki merkezden noktalık alakadar bir sualım var. Sizinki demekçi boğazları Uygurlar eğer Safaköy ve Zeytinburnu'na okşaş Uygurlar ve köçmenler köp ortaklaşkan rayonda emas belki Türkler köp sandıkla ilgiligen biraz safalık rayonlarda oturaklaşıp ballarını şehit okusa bu balla yaxşı neticelerine erişereydi, yaxşı mekteplerine kireleydi. Üzününki muşundaq bazı yollarda kirip kalışının aldığını alalaydı dep düşünmekçi mi sıraya? Düşünmekçi mi yakken? Muşun demekçi, emniyette Zeytinburnu Safaköy hem Uygurlar şu intihar yaxşı bir fırsat. Çünkü tilini, medeniyet saklanışta tepelgüsü ve ictimai muhit. Ama aynı zamanda okşaşla bazı illetlerini boğan bir ictimai muhit qarsak oldu. Mokul bir yerdeki Zeytinburnu Safaköy'deki köşmeler degan vaqtida Uygur yani bizimle köz tutmayman. Bu yerdeki başka apallar, başka devletin kelgenler var. Yani bu yerdeki mesele şu. Bu yerdeki meyli mektep olmuşsun, meyli başka ictimai ruhlar olmuşsun. Köşmelerin sanı köp boğan yerde elbette devletinki ehliyet bilişime degendek yaxşı bulmaydı. Bu bir işin başka bir tarafi. Yeni birisiga Uygur aileleri elbette politik ve nurgun faaliyetlerini, örf-adetlerini birlikte qilishga tirishadi. Ama bu örf-adetler ma'lumiyatni yaxshi bo'lganda qilgan bilan yana bularning hammasiniki to'g'ri va yaxshi to'g'ri bo'lishi paydo qilishi notayin. Çünkü bolalarga yetarli darajada o'qish fursati yaratib berolmaydi. Chunki bu bolalar Uygur bolalar bir yerga kelgan vaqtida qandaq bo'ldi degan vaqtida uyg'onishdan bakroq balki o'yinga moyil bo'lish ehtimoli yuqori bo'ldi. Chunki hamma yerdan kelganlar shu Zeytinburnu'dagi Safaköy'dagilarni izlaydi. İzlagandan keyin tabiiy holda bu mehmondorchilik yoki boshqasi ko'paygan bo'lg'achqa oilalar o'ziniki ota-onalar o'zini taraqqiy qildirish kasbiy jihatdan, bilim jihatdan buni fursat bo'lmaydi deb qarayman. Şuna hem bu Safaköy yoki Zeytinburnu hem biz için fırsat hem biz için bazı xatarli qiyinchiliklar turum var. Ama yanına bu yerde şu iş ata-onalarga tushadi. Ko'p rahmat. Men mushu sizlar hozir taklif o'tgan masalani mushu Turkiyada 20-30 yil yashagan ba'zi Uyg'urlarni olgandim.
Ben şunu yakunlab chiqadim. Bizning bolalar masalan Sapa köyüninki o'ttirishda Sultonmurod chaqmoqgan Uyg'urlar ko'p rayonda maktablarda o'qigandan keyin ya shu rayonda yashaganimiz bilan boshqaroq yerda o'qisak bolalarniki darsga bo'lgan qizg'inligi natijalari texmo ko'p yuksaldi. Men shuni his qilib shunga yiroqroqlarda o'tiraydim degan masalalarni men ba'zi ota-onalarning og'zidan olgan. Bu yerda sizlarni ta'kidlab o'tdilar. Nihoyatda yaxshi bo'ldi. Rahmat. Endi vaqtni bu yerga berib qoldi, lekin bizning bu programmamiz bak muhim bo'lganligi uchun biraz vaqt uzrab ketsin, hammamiz inshaalloh sabr qilamiz. Ko'rganlarimizni bu sabr qilib buni bizni ta'qib qilishini ko'plab umid qilamiz. Yuqorida yoshlar yoki bizning farzandlarimiz ichida bir qism masalalarning borligi haqida to'xtaldik. Endi qanday qilganda bu yoshlarning masalasini hal qilg'ili bo'ladi? Shuningdek, yoshlar o'zining rolini ijro qilish uchun nimalarga muhtoj degan bölümge ötümüz. Hürmetli Abdurrahim Devlet Efendim sizden başlayalım. Özleri mağripçi ve tetkikatçı bir süsbetleri bilen qanday qilganda bu yoshlarning masalasini hal qilg'ili bo'ladi. Shuningdek, yoshlar o'zining rolini ijro qilish uchun nimalarga muhtoj? Bu vaqtdagi fikrlarni bayon qilib o'tsinlar. Hozir yuqorqi mulohazalardan asta bir muhim nuqta gavdaladi. Bu bo'lsa-mu yana oilaning favqulodda shu funksiya nuqtasidan hech qaysi organ o'rnini ololmaydigan bir muhim o'rinning mavjud ekanligi. Shu nuqtadan qaraganda yana bu yoshlar masalasini aileden başka hech qanday muhim hech qanday o'rin rolini alamaydigan en muhim bir merkez. Qo'rim dedik shundaymi? Chunki shunday. Albatta bu deganlik maktab, jamiyatni chet qoqmaydi. Ya'ni bu ishning boshlanish nuqtasi va hal qilish o'rni eng muhim organ, eng muhim sorun oila demakchi. Ya'ni yana ota-onalarning tarbiyasi, ota-ona yaratgan muhit birinchidan. Albatta shu xil ota-ona o'zi tarbiyalash bilan mushuni o'zining bir majburiyati deb qarashlar andan keyin amalga oshiradi. Bizda farzand tarbiyasida men vatanda nihoyatda his qilgandim, chet elda his qilyaptim. Nihoyatda ko'p qism ota-onalarda bolasiga unchalar jiq ajr singdirib ketmasa-mu yaxshi o'qiy olishini, yaxshi odam bo'lishini umid qilib oladi. Ammo odamning o'sib ketish qonuniyatida unday emas. Unda tasodifiylik yo'q bu ishda. Ya'ni shunda o'ylaganligi uchun ota-onalar bolalarini boshqalarga topshirib berish orqali tarbiyalash yo'lini tutib olgan nihoyat ko'p ota-onalar bor. Masalan, paloni qarimga olib berdim. Paloni muallimga tutqizib berdim. Paloni maktabga berdim. Paloni jamoatning maktabiga berdim. Hatta vatanda bizning 10-12 yoshlik bolalarni chet elga chiqib bergan nurg'un ota-onalar bor. Ya'ni ota-onasi yo'q bir muhitda yaxshi tarbiyalaymiz deb. Hamda orzusi, niyatining qancha go'zal to'g'rilishidan qat'iy nazar, usuli to'g'ri bo'lmaganligi uchun hamda bilishimcha bu bolalarning ko'pinchasining tarbiyasi oxirgi hisobda ko'ngildagidek bo'lmoqligi. Bu reallikka biz yuzlanishimiz lozim. Bu oqibatni uch-quyruq bilan qabul qilishimiz, xulosa chiqarishimiz, bundan keyingi qanday qilamiz degan masalada ibratni chuqur oldimizga olishimiz lozim. Chunki agar biz bu zehniyatimizda, bu tafakkur usulimizni o'zgartmasak, biz o'xshash tafakkur usuli bilan o'xshash tragediyani qayta sodir qilaveramiz. Chunki masalani keltirib chiqargan zihniyat o'xshash. Agar u o'zgarmasa, yana hech qanday o'zgarmaydi degan gap. Shunlashqa ota-onalar yanalar halqiliq o'rinda demakchi. Ham biz qila oladigan eng muhim ish bu shu. Masalan, bundan narsani tasavvur qilib boqaylik. Biz xolamayli shu davlatda yashayapmiz. Bir turkum Uyg'urlar Yevropada, Amerikada yashayapti va boshqa davlatlarda. Yana ko'p qism Uyg'urlar Turkiyada yashayapti.
Biz men Türkiye'ye kelgandan keyin balam buzilib ketdi. Mening balamni Turkiya buzyapti, balamni Zeytinburnu buzyapti, Safaköy buzyapti, İstanbul buzyapti degandek bütün sebeplerini tashqi muhitdan izlash. Tashqi muhitni masala keltirib chiqargan eng cho'ng omil mushu deb qarab olish. Ma'lum jihatdan aytganda o'zimiz aldashdan boshqa narsa emas. Albatta tashqi muhit nihoyatda zo'r ta'sir ko'rsatdi. Ammo qanday qilamiz degan savolga javob bergan vaqtimizda, endi biz yashayotgan mahallamizni o'zgartirolmaymiz. Bu davlatdan ketimiz deb ketolmaymiz. Shaharni almashtirolmaymiz. Ya'ni tashqi muhitni asosan o'zgartirolmaymiz. Ammo nima ish qila olamiz? Biz oiladan boshlay olamiz. Oila orqali bu masalani hal qila olamiz. Lekin eng zo'r darajada balalarimizning uchrab qolish ehtimoli bo'lgan ziyonni tuvanchakka tushira olamiz. Masalan, bizning nurg'un millat suyer munavvar o'qituvchilar, xonimlar to'g'ri ana til o'qitishi elib beryapti. Nurg'un yaxshi kitob, jurnallarni chiqaryapti. Shu ana til o'qitishiga agar ota-onasi bolasini qatnashtirmasa, bola qatnashmaydi. Nashr qilinayotgan kitoblarni ota-onasi bolalarga o'qitmasa, u bola izlab berib o'qimaydi. Xo'sh. Bizning bolalarimiz maktablarda o'qishidan o'zimizning vatanni suydigan vatanparvar bo'lmaydi. Millatni suydigan millatparvar bo'lmaydi. Ya'ni millatni suydigan qilish, vatanparvar qilish, ya'ni milliy va vatan tuyg'usi sog'lom yetishtirish. Bunun uçlarının hammasi oxirgi hisobda yana ota-onalar orqali amalga oshirgan ish. Shuningdek, bu chetlarda hozir bizning oilamiz vatannikiga o'xshash. Yoki mustaqil davlat va millatning oila qurilmasiga o'xshash, faqat bir yaxshi bola yetishtirsalar, eng aqalliy vazifalarni ado qilsa bo'lgan oila emas. Biz chet ellik Uyg'urlar favqulodda bir tarixiy davrda yashayapmiz. Bizning salohiyatimiz her qanday vaqtga o'xshamaydi va ota-onalar buni chuqur bilishi lozim. Bunday deganda bizning payadimiz boshqa. Payada o'zgargan vaqtda bu payadaga mos o'ynaladigan usulning harakati o'zgaradi. Xuddi shunga o'xshash bizning bu muhojirat yashayotganda bizning ota-onalarimizning yashash usuli, masalan, vaqt tangishi, vaqt o'rinlashtirishi, mana bularning hammasi normal etrafdaki başka milletlerden aileleriyle o'xshash bo'lib qolsa bo'lmaydi deb o'ylayman. Agar shunda yukseklikda tunagan vaqtimizda masalalarda ana degan ota-onalar, masalan dadalar yoki onalar bu farzand tarbiyasidan iborat bu ulug' ishni birisi-birisiga sabab solmay, birisi-birisiga otib qo'ymay, shu yaxshi qilmadi, onasi yaxshi tarbiyalamadi de, onalar dadasi kar bo'lmadi de, birisi-birisiga ittirib qo'ygan ishni birisi-birisi talashib qiladigan ish aylangan vaqtda andan keyin bu ishni, bu masalalarni hal qilishning birinchi shartini hozirlagan bo'lamiz. Endi yoshlar nima ish qilishi lozim degan masalada men oltin qitimliq bir leksiyamda qisqacha so'zladim. Cho'ng jihatni aytganda bu yoshlik insonga nisbatan bir tayyorlik davri. Biz bayon bu balog'at davrida odam o'zgaradi. Jismoniy jihatni, psixologik jihatni o'zgarib, ya'ni cho'ng odam bo'lishning jismoniy va psixologik asosini yaratadi. Mana shunday vaqtda men bu yoshlikni tayyorlik deganda bir qancha nuqta markazlashtirdim. Birisi kasbiy jihatni o'zini yetishtirishni tayyorlik qildi. Ya'ni masalan kasb tanlaydi, oliy maktabga imtihon berdi. Ya'ni kelgusida men qaysi kasb bilan jinimni boqaman degan masalalar qildi. İkincisi, keyin bir aileni üstüge alındı. Bir ailenin a'zosi oldu. Şunun bilen bu bir ailege qanday tayyorlik qilishim kerak deb o'zini yaxshi bir er, yaxshi bir dada bo'lish uchun, yaxshi bir xotin yoki yaxshi bir ona bo'lish uchun hozirlaydi. Endi üçüncüsü, bizning bir nihoyat ulug' bir davoyimiz bor. Bizning bir vatan davoyimiz var, bir millat davoyimiz var. Bu dava uchun o'zini hazırlash lazım. O nuqul o'zining jannini baqsa, o'zining uchiqi bilan o't yoqsa, o yeterli emas. O'zini iqtidor va bilim jihatini shunda hozirlaydigan vaqtda shu vazifani ustiga ola oladi va qila oladi. Agar o'zini tayyorlamasa, hozirlamasa o vaqtda uni ado qila olmaydi. Payg'ambar alayhisolamning bir hadisi bor. Qiyomatda odamlar buni 4 ishni hisob bermay turib, uning qadimi
o'rnidan o'tkalmaydi. Birisi bütün hayatını qandaq o'tkazganligidan so'raladi. Ikkinchisi yoshligini qanday o'tkazganligidan so'raladi. Xo'sh. Andan keyin pulini qanda topganligidan so'raladi va topgan pulini qayerga ishlatganligidan so'raladi deydi. Shuning ichida yoshlik alohida tilga olingan. Bunda o'ylab baksak, ömrüden so'ralgandan keyin yoshlikni tilga olishning hojati yo'q. Chunki yoshlik amaliyotda uzun bir ömür musofasining bir qismi. Endi Peygamberimizin bu yerda yoshlikni atayın tilga olishining sababi yoshlikning boshqa hayot bosqichlariga qaraganda favqulodda muhim bo'lganligida. Men bu savolga mushunchalik qarashimni ifodalayman. Hammalarga rahmat. Rahmat, Allah razı olsun. Hürmetli damadlar, bu meseleye karta sizinki fikirlerini beğenip Yani yaşlarını bu yaşlarınki bu meselenin kandak hal kılgıla buldu. Hazır biz yok orada ötken oturda bir türlü meseleler çıktı. Ama şu meselelerini kandak hal kılamayız. Yani biz dini noktadan nelerine karış gerek. Birinci olap hem de yukarıda Abdurrahim Devlet Efendim'e oturduğuna ait yaxşı temini oturup koydu bu sualga cevaben. Yani yaşlarda yüzde alahide yaşlıkını kadirleş. Bu yaşlıkta yüzününki kelgüsü hayatıga tayyorlik bir ul silish to'g'riliq. Allah razı olsun. Bu yaşlık devri nayet muhim yukarıda deyilgandek. Lekin bu yerda de bir qism mas'uliyatlar bor. Eng birinchi olab men mushu bir qism balalardan anglagan gap yoki mush jamiyatninki ahvoli qarab eliqi chiqargan bir yakun nima desa, ota-onalar balalar qarta cho'qim yuqorida qarindoshlarimiz deb o'tdi, hokim mutlaqlik bilan emas, balki mehribonlik, kuyinish bilan balalarninki gap so'zlarini quloq solib anglash bilan bu masalalarni ota-onasi balalarga nisbatan tuzitish mumkin. Yani bizda buyruq bilan hamma ishni qildiradigan, lekin balamning fikri nima, balamning gapi nima deb balasining gapini qat'iy anglamaydigan, beparvolik bilan qaraydigan mushundaq bir masala var. Demek balaga hem ata hem dost hem shunga olimlarimiz deydi, sen balangni 7 yoshga kirgichilik o'ynat. 14 yoshga kirgichilik adab o'rgatgin, axloq o'rgatgin. Ondan keyingi 7 yilda sen uning bilan do'st bo'l dedi. Yani yuqordim değildi, yani balag'at yetgan davrda, 15-16 kirgan davrda cho'qim bu bola bilan do'st bo'lib yashaydigan. Yani bola o'zining do'stiga qandaq o'zining ichki sirlarini deyalaydigan, gaplarini, datlarini tugalaydigan bo'lsa, cho'qim o'zining ota-onasiga shu datlarni tugalaydigan, o'zining ko'nglidagi gapni deyalaydigan bo'lsa, bu chaqda desa, u ota-ona cho'qim bu bolaga to'g'ri maslahat beralaydi, ilmiy iqtidori bo'lsa, yoki boshqa ustozlardan maslahat so'rash orqali bolalarning savollariga joyida javob berib, qat'iy ochiqlanmay, yo'l ochiqlanmasligi lozim. Yani balam un dedi, bun dedi, bunda gapni qilamsan deb urib tillaydigan, masalan, yoki balani qat'iy gap qilgan qo'ymaydigan, ishchilikni to'kkan qo'ymaydigan bo'lsak, ondan yuqorida deyilgandek sirtga chiqib do'stlariga to'kadi. Sirtda o'zining xotirjamligini, o'zininki ichki sirlarini deyalaydigan bir muhitni sirtda topadi. Shuning bilan buzurdi. Men bu yerda bir hadisni asıltaman. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanısında Resulullah'ın ne kadar güzel bir terbiyetçi ekanligini bizga uqtirib berdi bu hadis. Bir yaş sahabelerin bir sorunda Resulullah'ın yanına kelib, "Ya Resulallah, i'zalli biz zina" deb sual soraydı. Ya Resulallah, u bola o'z yaş o'g'achqa, o'zining shahvatini kontrol qilolmay, "Manga zina qilish ruxsat qilsizlar ya Resulallah" degan vaqtda yendi oltağan sahabeler voy nima deydi mawa deb uni bir azroq döşküligini, onunla qattiq gap qilgani, so'g'aq muomala qilgani tamshalgan vaqtda Peygamberimiz "Mah" degan arab tilida, yani to'xtanglar, shu turinglar degan gapimdi. Mahin deydi odat. Shu turinglar deb abalni mening yanimga yaqin chaqiringlar, mening yanimga yaqin kelsin.
deb o'zining yaniga yaqin keltirib, oldida o'ltirib, o'ltag'izib turib, u baladan chiroyli uslub bilan, ashunda ig'ir bir jinoyatga men ruxsat qilgin degan balaga cho desa, sen mushundaq bir jinoyatni, ya'ni zinoni kishilarning sening onang bilan qilishini yaxshi ko'ramsan desa, yo'q. Qizing bilan qilishni yaxshi ko'ramsan, boshqalarning sening qizing bilan zino qilsa uni yaxshi ko'ramsan desa, yo'q. Ammo bilan hamma urug' tuqqan, ya'ni ayollardan bo'lgan hamma urug' tuqqanlarning ismini deb, nomini atab, boshqalarning shular bilan zino qilishini sen yaxshi ko'ramsan degan vaqtda yo'q deb javob bergandan keyin payg'ambarimiz boshqa insonlarmi xuddi sana o'xshash o'zining urug' tuqqanlari, xotin qizlari bilan zino qilinishni yaxshi ko'rmaydi deb, undan keyin bu balani cho desa, meydisini tutib turib, ey Alloh, bu balaning qalbini poklag'in, bu balaga mush jinoyatni yomon ko'rsatgan deb cho duo qiladi. Duo qilgandan keyin bu bala shundaq taqvodor, yaxshi bir yigitga aylanadi, qalbidagi bu havas cho shuning bilan tugaydi. Demak, payg'ambarimiz bu yerda ashundaq bir xato ishni qilaman degan balaga nisbatan qilgan muomalasi ma'lumda. Bizning balalarimiz taqa o darajaga qat'iy yetmadi. Hech qandaq bala ash bal degandek, ya tamakchikay dada, ya bir harg'ishkim kelib qoldi, ichib baqay degan gapni ota-onasiga demaydi qat'iy. Nurg'un boshqa ijtimoiy munosabat ya nimada nurg'un gaplarni qilish mumkin. Demak, ota-ona cho desa, qalbini keng tutib, balasi bilan cho'qim paranglasha oladigan, balasi ota-onasiga nisbatan o'zining dardini to'kalaydigan bir muhitni hozir qilish lozim. Bu masalani eng boshda davolashninki ya tugitishning birinchi uslubi. Balaga yumshoq til bo'lish, go'zal axloq jihatdan mana. Kichik vaqtida urib qo'qta bilan Turkiya muhitida hozir ko'ryapmiz. Sal bal cho'ng bo'lsa, uni urib qo'qatqani bo'lmaydi. Tarbiyada muloyim bo'lash, siliq bo'lash. Ikkinchi, bu yerdamda cho'qim jamiyatdagi har qaysi sohadan, mayli ilm egillari bo'lsin, mayli iqtisod egillari bo'lsin, mayli jamiyat bo'lsin, har birining shu ayrim bu mush xizmatda roli bo'lish lozim. Ilm egillari, qaysi sohadagi ilm egillari bo'lsin, buni ilmiy tarafdan mushu yoshlarning bu mushkilasini ya bu xafalikni tugitishga cho'qim kuch chiqarish lozim. Bular bilan do'stlashish orqali, bularni tarbiya qilish orqali, bular bilan alohida so'rovlarni urlashtirib, yig'ilib, bularning fikrlari, dardlarini anglash orqali nurg'un, chunki ota-onasi yo'q bolalar nurg'un banda, ota-onasi bolarim bor bulardan, ota-onasi yo'qlarim bor. Unda bo'lgandan keyin ilm egillaricha bular bilan do'stlashish, bular bilan aralashish muhitini hozirlash lozim. Mush hozirlik xizmatlari uchun hamda bu xizmatning jonliq menish uchun iqtisod egallarimi buni his qo'shish lozim. Chunki bu bolaning nurg'unlari yeydisa yanjiq pul yo'q. Masalan, iqtisodiy tarafdan qiynalib bor bu bolaninki. Shu olimlarimiz mushundaq bolalarga rioya qilishni bu zakatninki 3 turlik nomiga tushidi degan. Birinchisi masakin fuqara deb ba, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin deb ikkinchisiga tushidi bular. Bularning nurg'unlarining ota-onasi yo'q yoki ota-onasi bo'lgan tarafdimi, bo'lgan taqdirdimi ota-onasini tashlab sirtqa chiqib ketgan uyga bormaydi, ota-onasining tahkori yo'q. Bular miskin, faqir, ishkili sifatga tushidi va shundaqla vabnis sabilga tushidi. Vabnis sabil ya'ni nurg'unlarning ota-onasi yo'q. Ota-onasi vatanda qolgan ya boshqa yerda o'lib ketgan. Boylar mush ish uchun alohida alohida kuch chiqarish lozim. Sadaqa, zakat orqali joiz demak. Zakat, sadaqa orqali mushu bolalarni qutqizish uchun hassa qo'shish lozim. Andan jamiyat tashkilotlari cho desam, birinchi bo'lib tashkilotlar davlat bilan bo'lgan munosabatda cho'qim yuqordim deyilib o'tdi. Bu yerda bu bolalarni buzishga kuchayotgan qari kuch bor. Bu kuchni davlatning qo'li orqali yo'qotmay mumkin biz yo'qotmaymiz. Davlat cho'qim buni bilmay qolmaydi, biladi. Ayında uyuşturucu taqtidigan, uni buni bakaq berayotgan mushundaq yalni yoki mushundaq kuchlarni cho'qim davlat bo'ladi. Buningda tashkilot mas'ullari alohida davlat bilan bo'lgan ko'rishish munosabatida mush yoshlarimiz duch kelayotgan bu xirsni alohida bayon qilib, bularni mushundaq buzayotganlar bor deb mush rayonlarda cho'qim mush ahvollarni kontrol qilish masalasini mushundaq buzishga kuch chiqarayotgan aqidagi qari kuchlarni yo'qotish uchun bular alohida his qo'shish lozim. Tashkilotlar shuning bilan birga cho'qim kuch yetmagan vaqtda
Bula teşkilatlar kuldan kelişçe meyli iqtisadi taraftan, meyli ictimai taraftan bolsun. Bu meseleni hal qilishda kuldan kelişçe kuch chiqaradi ve kuch chiqarishi lazım deb qarayman. Rahmat, Allah razı olsun. Başka sokudan yapılan. Mahaqda başqa hazır. Men Ahırda kaldık. men bir nuqtani yezib qo'yib deyishni unutib qolibman. Buyuruslar. Bayan ben ailenin rolunu ta'kidlab o'tib ketib, hozir bir narsa yezib qo'yib ekanman, shu chala qolibdi. Endi hozir bizning ba'zi tashkilotlarimiz, organlarimizda hozir mushu yoshlarning masalasini maxsus hal qiladigan bir ishxona so'rash kerak deb o'ylayman. Chunki mesela balla buzlup getirdiği vaqtda buzlup ketish degan bu so'z bir abstrakt gap. Buzlup ketishning darajasi bor. Ba'zi pat maktabdan qechishni buzlup ketish deb qo'yishimiz mumkin. Yuqorisi qora jamiyatga aralashib jinoyat sodir qilish qadar masalaning og'irligiga asosan uning qo'llanadigan tadbirimizga o'xshamaydi. Ba'zi masala ota-ona tarbiya beradigan bosqichdan allburun halqib o'tib ketib, u qonun orqali hal qilinadigan rasmiy bir tadbir qo'llanib hal qilmasa qat'iy bo'lmaydigan yerga yetgan bo'lishi mumkin. Endi shu maxsus mushu masalani tutgan ishxonadagilar, masalan shu zodi qaysi oilalardan kelgan bolalar, kimlarning bolalari, ularning oylik kelib chiqishgandir. Masalan zodi ota-onasi ajrashib ketgan oilalarning qanchalik bola bor, ota-onasi vatanda qilib mayada boshqalar qarayolmay qolgan bolalarning qanchalik bor, ota-onasi boturib yana mushkulchiga minib qolgan qanchalik bor deb hammani turga ayirib shu statistik ma'lumotlarni qo'lga oladigan vaqtimizda andan keyin masalani hal qilishning choralarini texnik konkret, texnik ilmiy qila olamiz. Bo'lmasa yana biraz parazolan chora tuzishga to'g'ri keldi. Unumi menimcha toza yaxshi bo'lmasligi mumkin. Yani shuni qo'shib qo'ymoqchi edim. Rahmat. Rahmat, nihoyat muhim masalani o'tirib qo'ydilar. Herhalde bizni bütün teşkilatlar rahberleri ulamolar boshqa ko'rayotgan bo'lishi mumkin, ko'rmagan bo'lsa bu dinkin ko'radi. İnşallah her adam o'zining nasibini elishi mumkin. Endi keldik hurmatli Adil Uyg'ur efendim o'zlari bir tadqiqotchi bo'lish sifatlari bilan bu masalani qanday hal qilg'ili bo'ldi. Shu yoshlarningki masalasini qanday hal qilg'ili bo'ldi, ham bu yoshlar o'zining rolini qanday joriy qila oladi. Shu masalada fikrlarini bildirsizlar. Biraz urum deb o'tdik, insonlarning ham 5 xildek ehtiyojı var. Bunun için en mühimden birisi ictimai ihtiyaç. İctimai ihtiyaç degan vaqtda dal degan men degandek bir grupga bir to'pga taalluq bo'lish masalasi hamda. Cho'qim yoshlar masalasini hal qilgan vaqtida aşı bolalarni sağlam bir to'pga taalluq qilgan bir yo'lni izlashimiz kerak. O do'stlar to'p bo'lishi mumkin, Uyg'ur jamoatining sarxillarining to'p bo'lishi mumkin. Bolalarga qarshi taalluq tuyg'usini yoki bir to'pni qila olsak, bolalar o'zi ifodalay oladigan bir sahnaga ega bo'lsa, uning unumi faqat yaxshi bo'ldi. Chunki bu haliqi buzilib nasl paydo qilayotgan bolalar deyli, dal shu o'zini ojiz his qilgan bo'lg'achqa, o'zini ifodalay olmagan bo'lg'achqa, masalani boshqalarni izlaydigan bo'lib qoldi. Şunu dal bir ictimai top ihtiyacımız var. Yani bolalar uchun bir taalluq bo'lgan bir ictimai top yaratilishi lazım. Bu o'quvchilar to'planishi mumkin, tantarbiya klubi bo'lishi mumkin, yoki bir kitob o'qish klubi bo'lishi mumkin. Yani shunday bir klublar yoki to'plar ko'plab qurilsa bolalar uchun, bolalarni o bolalarni chetga qoqmay, mush to'pga ekirilsa, bolalar o'zining bir ish qiladiganligini his qilsa, bolalarniki umuman boshqa yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Ondan keyin yana bir bolalarga bir sahna lazım. O'zini qobiliyatini joriy qildirish uchun. Bu da hozirgi ijtimoiy to'p bilan bevosita munosabatlik. Bu sahna balki maktab bo'lishi mumkin. Yoki bir tashkilotlar bolalarga vazifa berilsa, o'zining mas'uliyatini ado qilsa, o'zining ish qiladiganligini his qilsa, Allah texim bu masalaga yaxshi qaraydigan bo'ldi. Ya'ni ijtimoiy ehtiyoj dal degandek taalluq masalasi bilan ijtimoiy rol masalasi. Bu insonning o'ziga bo'lgan ishonchi intayin muhim bo'lib turadigan kishilik munosabatda belgilik rol o'ynaydigan ikki xil omil. Buniki hozir bolalarni tarbiyalaymiz deb bunday qildik. Mencha bolalarni tarbiyalashdan bakra ota-onalar yani o'zimizdan tarbiyalashni boshlasak-mikin deb bunday o'ylayman. Chunki insonning hayoti bir umr o'rganish, tarbiyalashdan o'tadi. Bu bolalarni tarbiyalashdan hep emniyet ota-onalar o'zini tarbiyalash bilan bevosita munosabatdir. Çünkü hazır dep o'tdik, o'rnak bo'lish.
Yani İbn Haldun meşhur cemiyetşünas İbn Haldun bundaq bir gap. Sen ballarını terbiyeleşikə bək düşünürüm. Sen üzerine terbiyelesen sen yaxşı, doğru yol olmasan ballar senin kendine erişip mandu deydi. O cemiyetşünas fikrindeki asasını yaratkan bir mütefekkir insan. O nurgun bilim cevherlerinin cuğlanı süpüde müşeketli kılgan. Şu atanını aldı bilen ballarını terbiyeleştirmek yüzüne örnek olsa ballar zaten kendimizi mandu bizdenki. Sen Peygamber İslam'a örnek boğallık için nurgun adam kendini ergeçken. Peygamber İslam ata tebliğ kılıp nezir kılıp otlamagan cık vakitlerde. Örnek boğallık içinler o kendini mangan te. Onun için ikinci bir mesele atanla yanıla hazır kırındaşlarım dep öttü. Mehrem meselesini bek terkimsek olmaydı. Mehrem diyen gep millette nokul bu cinsi noktalı diye gep emez. Yani ballanın mı müstakil bir insan ikellik hürmet kılış. Bu kandak diyen gep bu diye vaxtıda mesela ballanın ki biz eğer şaraitin zerresi ayrım üye olan olsa bu ballanın üyege üstü kirmez mesela. Çekip durup giriş. Bu mu hadis terkişilindi. Mehrem diyen muş diyen gep. Mehrem diyen gep emniyette insana halsızlık naşurdu. İnsanın müstakillik naşurduğun bir nerse. İnsanın üzüge olan işeniz naşurduğun bir nokta. Çünkü biz hemimiz malum kıyamet günü üzümüz şahsi bir hesap verimiz. Adanımızdan yakaya baş dostumuza hesap vermeyimiz. Şu miyade İslam duma insandaki müstakillikle ayrım bir kimlik geldik Allah'a ehemmiyet verildi. Yani insan kimliği yani mehremle münasebetlik. Onun için ballarımızda sevgi noktasıdır. Mihri muhabbet, mihri muhabbet. Çünkü mihri muhabbet de adil degende kılgın bilen bu naitlik cemiyetin tüzülmesiga, siyaset tüzülmesiga, ailenin kurulması biraz çetilmiş. Şu degendek müstabit yaka hakim mutlak bir ailede mihri muhabbet tekrar sus buldu emdi. Çünkü bundak olsa balla bundak bir ailede elbette bir yalgancılık kaldı. Yalgancı ballardan ilim şunas köp çıkmaydı. Çünkü ilim degen nerse rastlıkın talep kılgan bir nerse. Yeni bir nokta hem de biz ballara merhamet. An noktadan karmısak olmaydı. Bu kandak diyen gap desem de balla bir hata çıkıp koysa yoki perdini meynet qilib qo'ysa yoki bir narsani buzib bersa biz bularga xapib ashundoq muomala qilamiz. Biz hammamiz bilamizki Peygamber Aleyhisselam qutb so'zlayotgan chog'da qalaymaqa vaqirganmi o'sha bir hadis esini qolib qolibdi. Shuningdek mehribonlikqa muomala qilgan. Hatto masjidga siyib qo'ygan bir badaviyga mehribonlikqa muomala qilgan. Demak, sho'g'ini bizning endi kültürümüzde değil. Ballar hata qilib qo'ysa, qo'rqib ketamiz endi. Ama bu yerdeki meseleler ballarning hata qilishi normal. Biz bu şu hatalıkni ballarımızınki kapılap, vaqirab turib emas, aşı ballar hatalık o'tkazsa, şu ballarımızı terbiye qiladigan bir fursat deb ko'rsak, bunun unumli yaxshi bo'lishi mumkin. Hatalık amaliyotda o'rganish uchun bir yaxshi fursat deb ko'z qarashimizni shunday o'zgarsak, yanala bu to'g'ri bir usul deb qarayman. Onun için Abdurrahim deb o'tdi, Mahmudjon Damalim deb o'tdi, mas'uliyat. Nuqul bu yerdagi mas'uliyat hamda o'zimizningki bir shaxsiy mas'uliyat emas. Biz tavba bo'lgan oilaning mas'uliyati, biz tavba bo'lgan millatning mas'uliyati, biz tavba bo'lgan shu Sharq Turkiston tuprog'ining mas'uliyati. Xo'sh. Ya'ni bu bak ta'sisli haqiqatan. Ammo avvalo ota-onalar biz o'zimizni bir tarbiyalashga, o'zgartirishga tirishaylik deb o'ylayman. Hamda sizlarni so'rashtirish mumkin. Maktab masalasi faqat shu bizningki masalamizning bir qismi. Maktab masalamiz. Belki bunu geliştirir mümkün. Maktab masalasi hozir biraz tafsilroq kiramiz inshaalloh. Kerakli. Yani meniki yeni çapqa belqa vaqtida ballarning ijtimoiy ehtiyojini qandirish, onun için ballarni faqat ota-onalar yani o'zimizni tarbiyalayak o'zgartiraylik. Benim yuqoridagi 3 ustozning har birininki qilgan so'zlaridan asosliq olgan tushancam yani bala terbiyesinde hammadan muhim ata-ona ekanligi. Evet, ata-onadan boshqa muhim bir o'rinning yo'q ekanligi. Bütün biz yuqorida deb o'tgan choralarninki ijro qilinishi amalga oshishi uchun yana ata-onalar alohida kuch qolmasa, mushular pedagoglik ko'rsatmasa, buning bo'lmaydiganligi, bunun oshmaydiganligini
tushunib yetdim. Endi hozir Adiljon apandim o'tirib qo'ygan bu bizning farzandlarimizni Turkiya maktablariga berish yoki bermaslik degandan iborat muhim bir nuqtaga o'tamiz. Buni yani stüdyoda oldimda bo'lgan Mahmudjon Damollam orqali boshlay. Hurmatli Mahmudjon Damollam, endi farzandlarning ota-onalari ustidagi haq-huquqlari haqida yuqorida deb o'tdik, bunga kirishga vaqt qolmadi herhalde. Endi biz nimaga kiraylik? Shu muhaciratda, bu Türkiye'de farzandlarimizning ta'lim-tarbiya masalasini qanday hal qilamiz? İkinci mesele, bolalarimizni davlat maktablariga berish muhimmi yoki davlat maktablariga bermay bir qism Qur'on kurslarida o'qisak kifoya qilamdi? Yana bir qism ota-onalarningki bolalarini davlat maktablarida o'qitishga norozi ekanligini hammamiz, yani ko'pinchamiz angladik. Xususan men bir qancha ota-onaga bu haqda fikr qarashlarimni o'tirib qo'yganmi bo'ldim. Shunday ahvollar mavjud. Bunuga qanday qaraylar? Yani meseleninki en muhim noktası biz Türkiye'de yaşayotgan muhacirlar, Uygurlar bolalarimizni to'liqsiz maktabga, to'liq o'tirga bersak bo'lamdi. Yani bu maktabga berish to'g'rimi, xatomi? Qizlarimiz yoki o'g'illarimiz shu maktabdagi qizlar o'g'illar bilan, o'g'illar qizlar bilan aralashib o'qisa, bunun şeriatda bir cheklamasi bormi? Yani bilemamdik, bilemamdik. Bu meseleni bir aniq o'tirib qo'ysak, undan keyin boshqa masalalarga o'tsak demakchi. Diniy bu savol qarta birinchi bo'lib olimlarimiz ilmni ikki turga bo'lgan. Xo'sh. Birincisi şeriat ilmi, ikincisi dunyoviy ilm deb. Tabiiy holda şeriat ilmini biz olimlardan, musulmonlardan bo'lib musulmonning ichida mutlaqo eng ishonchli, taqvodor, yaxshi kishilardan elishga buyurilgan. Xo'sh. Umumiy olimlarimizningki ko'rsatgan yo'li nima desa, bu shariat ilmi, bu din. Shunga sizlar diningni kimdan o'rgansizlar, buni qarab o'rganinglar deb alohida buyurgan. Dunyoviy ilm qarta hamda bugungi dunyoda biz o'rganishga tegishlik ilm qarta umumiy islom olimlari bu ilmni har qanday bir insondan, shu ilm ba insondan, uning dini nima bo'lishidan qat'iy nazar o'rgansa bo'ladi degan hukmni bergan shariat olimlari. Hatto buningga bir necha voqelikni dalil ko'rsatgan. Shuning biri Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zamonida Badr urushida asirga tushgan mushriklar bor. Bu mushriklardan ma'lum bir qismini Payg'ambarimiz jazolagan, bir qismini fidya elib qo'yib fidya beramaganlarga cho desa, musulmonlarning ballarga xat yozishni o'rgatib qo'yish badaliga qo'yib etish sharti bilan musulmonlarning ballarga cho bular xat o'rgatgan, xat yozishni o'rgatgan. Demak, ular mushrikda. Mushrik bo'lsa-mu, xat yozishdan iborat bir ilmni Payg'ambarimiz cho musulmon ballarga shu mushriklarning qo'li orqali o'rgatgan. Mush vaqalikdan va buningdan boshqa nurg'un Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamninki Yahudiylar bilan bo'lgan muomalada Zayd ibn Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu va boshqa nurg'un sahobalarni Yahudiylarning tilini o'rganish masalan va shundaqli Payg'ambarimizninki mushu tibbiy sahada mayli musulmon bo'lsin, mayli mushrik bo'lsin, xristian ya Yahudi bo'lsin, shularninki sifatlab bergan dorilarni qo'llanganligi, mushuning hammasidan cho olimlarimiz odatda bu dunyoviy ilmni har qanday bir insondan o'rgansa bo'ladi degan hukmni bergan. Hatto Imom Shafiiy rahimahulloh halol harom ilmidan qibqaslam, ya'ni halol harom ilmi degani shariat ilmi. Shariat ilmidan sharafda shuning keynidan turadigan ilm qaysi desa, bu doktorlik degan. Doktorlik, lekin bu ilmni Hristiyan, Yahudilar musulmonlardan ustun kelib ketdi. Ya'ni shular jiq bu ilmni biladi, egallab ketdi. Biz musulmonlarcha buni salqirab, beparvolik bilan muomala qilib, oqida qoldik deb hasratlanib ekan. Shuning uchun
birinci nokta kallamiz nima bo'lash lozim desa, dunyoviy ilmni har qanday odamdan, har qanday davlatda, har qanday maktabdan o'rganish shariatda bu durust to'g'ri ish. Xo'sh. Bu hammamizning kallasida aydın bo'lishi lozim. Tabiiy holda Türkiye'de çoğu desa, mesela Türkiye'de bir yerde mektepte bir adamga mulhidlikni o'rgatmaydi, o'rgatmaydi. Xitoy kommunistlaridek mesela kishigidan mulhid ol deb, dinni yomon ko'rsatib, dinni sukab bir narsa o'rgatmaydi. Hozir umumiy har qanday maktabda, imom xatibdan boshqa, hatto normal maktab bo'ldimi, diniy darslar alohida, axloq, diniy darslar cho'q bir dars sifatida o'tilyapti. Bu adamda bu maktablarda biz o'ylagandek yoki biz tasavvur qilgandek aşında bir muhit bormi, o'qituvchilarning hammasi shundoq multizam masalan, shundoq dindor desa, tabiiy holda undoq yo'q. Undoq muhit yo'q. Lekin shundoq muhit yo'q deb biz bolalarimizni nadan jahil qoldirishimiz kerakmi yoki o'qitish kerakmi desa, albatta o'qitish lozim. Chunki biz hozir ota-onalar o'zimizni o'ylamay, bolalarimizni o'ylashimiz lozim. Biz o mesela avadın çıktık, mesela cık okumadık, belki müşahede 30 yıl tuğan adamlar varken, kuona, lekin 30 yıl tuğan adamlar mektepte okumagan boğaçka, muşkak bilen, makak bir gepni kılıp külse, bilmeydiken, neymiş için keldiğalığını. Neymiş kadıysa, çünkü ma tilni, kiçkay mektepten ügenmegen boğaçka, yanıla nurgun kemçillik var kendimde. Bunda, epleştirip, kiliştirip, sözlep getirkenmez. Lekin sözlegen bilen çoğu desa, yani bir müşalik bir adam, 15-20 yıl tuğan bir adam bilen birden paranlaşıp oltasa, bu başka yerden kelgen adamke, sen nalik deb soraydı kenem. Nima o desa, bu yerde bir kemçillik. Biz to'g'ri hammamizningki vatanga shundoq tiz ketkimiz var, vatanni shundoq tiz mustaqil qilg'imiz var. Bu umid yaxshi shundoq umidning bo'lishi. Lekin bu hammasi Allohning ilmidagi ishlar. Bizninki burun 50 yıllar çıkan, Saudi'ye çıkan, Türkiye'ye çıkan şu çağdaki muhacir bizning ecdatlarımız vay pat yakında kitimiz deb Saudi'de nurgun adamlar nüfus almaptiken. Pat yakındaki nüfusni birimiz işkiliragı deyse almaptiken. Türkiye'de ben anlagan gepte şu Paşa Rıza Bikinni mektepke bergen vaqtda Muhammed Emin Buğra 5 balını mektepke o'qishga yuribdiken şu çağda. Devletning şu o'qitib turganlardi. Şunun katıdan bir Muhammed Rıza Bikin o'qibdiken, qağını o'qishni tashib etibdiken. Şu bir adam o'qib, şu çağda keyin general bo'libdi, mayli biz onu nurgun tarafdan, nurgun vatanimiz uchun xizmatlarni qilibdi. Hozir qadar qarsak, masalan, bizning Uyg'urlar ichidan alohida o'qib, yetilib, ma davlatda alohida kuchlik o'rinlarda bo'lgan kishilarning soni nihoyat cheklik endi. Cheklik. Nima uchun desa, o'qishda yaxshi o'qib yetişkenler az. Mesela biz ötkende bir Ankara'ya bardık. Mesela parlamentninki chet el şu insan hakları işleri şu nurgun çoğun işlerine mesul adamlar asli müşarik emasken. Yani Bulgariya'dan kelgen 82. yıl kelgen mendeydi bir adam. 82. yıl keptiken şu küçük keptiken atanı söylen billah. Müşahede okuptu keyin seviyeye yetip keyin partiye kirip yani hukukka malum alohida çoğun bir o'ringa erishibdi. Bizning vatanning davosimi müşahede texim jallanish uchun bizning ishimizdan ashuna yaxshi o'qib avlodlarimiz mush davlatda alohida imtiyozga ega bo'lsa, cho'qib uning ta'siri boshqacha bo'ladi. Shuning uchun biz o'zimizni o'ylab oltamay, mengo hozir mushak keptiman, yashim mancha yoshkan. Vatanga mumkin qaytib ketami hayotligimda yo qaytib ketammasman. Ma avlodlarim qandaq bo'ladi? Mendan keyin yani mendek bir chet ellikdek his qilib o'zini mushaga amaliy chukanmay, amaliy imtiyozga ilm orqali erishamay, shunda qari ishchi bo'lib yashash kerakmi yoki mening balam alohida o'qib o'zining kimligini, o'zining Uyg'urligi bilan tunutib, alohida mush davlatda imtiyozga ega bo'lib, vatanning davosini qilish kerakmi degan xiyolni hammamiz qilishimiz lozim. Shuning uchun ben Saudi'deki bir kısım evlatlardan anılgan gipim, şu 60. yıllarda nüfus bergen vakitte ammağanlardan. Hatta bir ders dep bergen, şu bir adam, çoğun adamken, Aydınımda işleydiğen. Benim ballarımdaki birden bir tap tanesi bugün, bizni hiç kanda okutmagan bolsan, hiç nima qilmagan bolsan, şu çağda sen bir nüfus ep koygan bolsan çoğu. Çünkü
o adam o'zi bolalarni shunday kuchab yaxshi o'qitibdi, injenerlikda o'qitibdi ekan. Lekin chet ellik bo'lib qolg'achqa aydirimda ishlaydigan o'xshash ishni. Mabaldi unda emas-ku. O adamning bolasi 4,000 riyal maaş aldı ekan, Saudiyalik bo'lgan bo'lsa, shu xizmatning o'zida 28,000 riyal maaş aldı ekan. Xo'sh. Faqat farq bu yerda kimlik farqi. Boshqa ilmiy tarafdan ishkilisi o'xshash. Shuning uchun biz bugungi kunda cho'qim avlodlarimizni mushaning maktablarida o'qitishimiz zarur. Nima uchun? Biz Qur'on kursini o'qitishimiz mumkin. Qori bo'lishi mumkin. Xo'sh. Lekin ash bolalarimiz shunda cho'nglab aqliga kelib vaziyatni tushayotgan vaqtda cho'qim bizdan cho rozi bo'lmaydi. Ata-onam meni mushada mancha yil o'qibdiman, men mushuning o'rniga davlat maktablarida o'qitgan bo'lsa-chu deb qaqshaydi. Cho'qim norozi bo'ladi. Bu yerda yuqorida qattiq ta'kidlab o'tdik. Bu Turkiyadagi maktabda, hatto Saudiyadagi maktabda, Misrdagi maktabda u hamma axloq, hamma din, hamma ilm maktabdan erish mumkin emas. Xo'sh. Maktab vositalarining biri. Xo'sh. Har qanday nochiyadagi maktab. Biz shu xiyol qilgan islom davlati deb o'ylagan davlatlik maktablimi? Shu yerdan biz bilamiz, ayni Misrni ko'rdik, Saudiyani ko'rdik, masalan, arab ellarini ko'rdik. Shu yerdan maktabda shu nurg'un ashda tomosha qilgan ustozlar var, masalan, nurg'un g'ayrimultizim adamlar bor, o'qituvchilarning qadrin. Lekin buni shu bolalarni yaxshi adam qiladigan nima desa, ata-onasi shu maktabda o'qitish bilan birga ata-onasi cho'qim bu yerda kuzatuvchilik rolini joriy qildirish lozim. Maktab qilam tashlab qo'ymaslik lozim. Jamiyatdagi islohotchilar bu maktab qilam tashlab qo'ymaslik lozim. Lekin u bola sog'lom, aqli joyida, jamiyatda o'zini bir kishilik a'zo deb his qiladigan, o'zini jamiyatdan men bir yot adam, ojiz bir bechora deb his qilmay cho'ng bo'lish uchun bu bola nima qilish kerak? Biz maktabda o'qish kerak. Mush ko'chaga chiqib olgan bolalarning hozir 90% degidek maktabdan o'qimaydigan bolalar. Yoki maktabda o'qiyotgan bo'lsa, maktabdan chiqib olgan bolalar. Mush bolalarning sog'lom 10 yoshlik bola, masalan 10 yoshlik bolani 20 yoshlik bola bilan birga o'qitmaydi maktabda aynan. 5 yoshlikni 15 yoshlik bilan birga o'qitmaydi. Nima uchun desa, qarxondacho yoki boshqa bir yerdacho desa, shaxsiy o'rinlarda bunda emas hamda. Ayında cho'ng kichik hamma bolalar o'xshash. Maktabdacho nima uchun bu butun dunyoda maktabning sistemasi o'xshash. Inson chunki aql bir asli. Shunday bo'lg'achqa yoshlari o'xshash bolalarni bir yerda qo'ydi. Unda bo'lgandan keyin cho'qim ash bola o'zi bilan teng yoshdagi bolalar bilan birga cho'ng bo'lsa, cho'qim aqli o'shi joyida, tafakkur qilish joyida cho'ng bo'ladi. Ondan qiz o'g'il masalasi. Qiz o'g'il masalasi tabiiy holda bu yerda boshlang'ich hammasi o'xshash ekan. Boshlang'ich bolalar g'ayr mukallaf, ya'ni bu yerda 10 yosh, 12 yosh kirgichilik mandaqcha aytganda, bu bolalar balog'atga yetmagan bolalar, balog'atga yetmagan bolalarningki keyin kechakda bo'lsin, o'zaro arilishda bo'lsin, bu shar'iy tarafdan alohida bir shaklimi yo'q. Lekin bugünkidek torlashgan butun jamiyat uşaq bo'lsin, bolalar tor orqali hamma narsani bila oladigan, o'zaro aloqa qilisha oladigan davrda ata-onalar cho'qim sal qaramay ko'ngil berish lozim. Hatta 10 yoshlik bola bo'lsa-mu, buni ko'ngil berish lozim. Shariatda 7 yoshga kirgan vaqtda qiz bilan o'g'ilning orasida yotoqda ayirib o'tishga alohida buyurilgan. Nima uchun desa, bu bolalar sog'lom cho'ng bo'lish uchun. Unda bo'lgandan keyin boshlang'ishda shunda bo'lsa-mu, ya'ni bir qism qarindoshlarimiz bu qiz o'g'illar birlik o'qib qoldi ekan, sal cho'ng bo'lganda desa, Imom Xatib qilbasin. Imom Xatib maktablarida hamma yerda o'g'il qiz ayrim-ayrim o'qiydi. Unda bo'lgandan keyin bolalarimizni biz ham da har qancha qilib buni shishning ichiga solab, uningdan chiqamay baqinib olmaydi. Biz jamiyat, biz o'yga shunda solib olgan bilan bir ko'chva bu yerda. Jamiyat va bu avtobusga chiqdi, metro bilan mangdi. Ya'ni jamiyat ko'chida nurg'un biz xohlamagan narsani ko'rdi, xohlamagan so'zni anglaydi. Unda bo'lgandan keyin bu bola normal bir maktabda, normal bir o'qib cho'ng bo'lsa, sog'lom cho'ng bo'ladi. Lekin biz buni qattiq kontrol qilib kichik vaqtida shishining ichida baqqandek baqsaqmi, keyin bu yerdan shishining ichidan shunda chiqslamcho desa, o'zining kontrolligini yo'qtirgan, xuddi ba'zi xalij ellarining yoshlardek ya qizlardek o'zini boshqurdigan ya kuzdirgan ya yo'q ya chiqqan vaqtda
o'zini faqatlam yo'qotib Yevropalik bilan o'xshash bo'lib turgan ahvol va mush nima desa bu qattiq kontrollik ichida bo'lg'achqa biz qanday qilishimiz lozim desa xuddi Yusuf alayhissalomning misolini boshda o'tirib qo'ydik. Ashunda nurg'un ayollar falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna va a'tadat lahunna sikkina va qalat ikhruj alayhin. Ayol bir ayol o'zining kuchi yetmay boshqa ayollar gap topgandan keyin nurg'un ayollarni chaqirgan aşadı vezirinin cemiyetinin en güzel hem bay xotinlarini chaqirib ayollarni chaqirib Yusuf alayhissalomni chiqmaga degan shunda güzel tuğan güzel tuğanligini ko'rib ayolning hammasi shu mahada bashara adam emasken bu melekken bu perişti ekan deb ashunda deyishib ketgan shu ayolning qatib turib Yusuf alayhissalom qanday qila oldi desa o'zini saqlay oldi qala robbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi diyalida turmu yaxshi men buningdan ma ayollar chaqiryotgan eski ishdan turmu yaxshi diyalidi demak insonda iroda bo'lsa iymon bo'lsa cho'qim o'zini saqlab qola oladi ata Allohning roli bu yerda jamiyat mushunda ekan maktab mushunda ekan lekin sen cho bolam sen bilan biz nima deb chiqqan bu yerga bizning hayotdagi rolimiz nima bo'lishi lozim deganni tunib o'zi axloqiy tarafdan go'zal bo'lib oilada bolalarga go'zal tarbiyani qilib abiyatni deyishgandek bolalar bilan do'st bo'lib yashay olsa qiz bo'lsa onasi bilan o'g'il bo'lsa dadasi bilan do'stlasha olsa cho'qim bu bola ezib ketmay har qanday fitnaning ichiga kirsa inshaalloh salomat chiqa oladigan yaramli odam bo'ladi qutining ichiga salib uni cho'ng qilish mumkin emas bugungi kunda yani demak Türkiye'de bolalarimizni maktabga bermaslikka hech qanday bir banoyi sabab yo'q bu bolalarni sog'lom yaramli odam bo'lsin desak cho'qim maktabga berishimiz lozim rahmat Allah razı olsun endi kirayli hurmatli Abdurahim Davlat efendim yuqorida domollam bu vaqtdagi qilgan gapini o'zlari anladılar endi bu noktada sizinki fikirleri nima? Sizinki düşünceleri boyunca eğer biz bolalarimizni maktabga bermasak qandaq ziyonlarga uchraymiz yani biz qandaq ziyonlarga uchraymiz bundan keyin va bolalarimiz kelgusida nimalarga duch keladi agar bolalarimizni maktabga bermagan taqdirda bu haqida qisqacha tushuntirishni bayon qilib o'tsalar. Bo'ldi. Ben avval şu gapni degim keldi. Bugungi kunda, yani bugünkidagi kunda Xo'sh. Bolalarni maktabda o'qitish yoki o'qitmaslikdan iborat mushti temani talashib o'tirishmi? Naytadani ko'ngli yerim qildigan bir tarafni yig'lig'isini keltiradigan, bir tarafni kulgusini keltiradigan bir masalamda. Mana qarashimcha. Shundaqla bizning ota-onalarimizning ishida hozir qadar bolalarni maktabda o'qitmaydigan masalan bo'libmi chet ellik maktablar deydi. Xo'sh. O'qitmaslikni to'g'ri deb qaraydigan kishilarning va shu xil fikrning bo'lishimi odam motam tutqida bir fojia deb o'ylayman. Buni qanday ig'ir emas ekanligini deb o'tmaydi. Men faqat o'qimisi nima ish bo'ldi degan nuqtada sizlar so'ragan savolga ba'zi qarashlarimni o'tirib qo'yay. Undan avval maktab degan narsa haqida bir hammamiz bilib oladigan bir narsa bor. Biz boshqa nazariyaviy narsalarni tilga olmaylik. Hammamiz qarab boqadigan bo'lsak, insonlar dunyoda birlikka keladigan ishlar intayin oz. Masalan, siyosiy ideologiyalarimiz har xil, siyosiy tuzilmalar har xil. Hatta bir dinni qabul qilgandan keyin dinning ichidagi mazhablarni sanab bo'lmaydigan darajada har xil. Yani ko'p sonliq insonlar birlikka keladigan ixtilof qilishmagan masalalar nihoyat ko'p. Ammo mayli kapitalistik davlat bo'lsin, mayli sotsialistik davlat bo'lsin yoki mayli podshohlik tuzumdagi davlatlar bo'lsin, bugungi dunyoda ko'ryapmiz. Shu bolalarning boshlang'ich maktab, to'liqsiz o'rta maktab, to'liq o'rta maktab, oliy maktabda o'qishdan iborat shu ma'rif tuzilmasi asosan butkul dunyo insonlari birlikka kelgan bir qurilma. Hamda biz qancha aqlli bo'lsak bu qurilmadan ustun yana bir qurilmani hozir biz yarata olmaymiz va bilib bo'lolmadik ham.
Bunu itiraf edip etişimiz lazım. Hoş. Hem de balla mektepte okumagandan keyin birinchi uchraydigan masalasi meni qarashimcha, bulupmu başlangıç mektebini okumagan vaqtda balla ügünüşünü ügünenmeydigan bo'ldi. Keyingi hayotida yoki bu xil iqtidori intayin zo'r ziyonkashlik uchraydi. Bu ügünüşünü ügünenmeslik deganimiz hamda balla başlangıç mektepte okumadi deganning o'zi ballaning kitob o'qishi intayin az bo'ldi deganlik. Kitob o'qish az bo'ldi deganlik ballaning tafakkur qiladigan xemir turichi intayin az deganlik. Çünkü adam o'zi erishgan uchur qancha mo'l bo'lsa, shu uchurdan foydalanib turib fikr yurgizdi. Va bu uchurning miqdori qancha ko'p va har xil bo'lsa, uning tafakkuri shuncha keng va shuncha cho'nqur, shuncha obrazliq bo'ldi. Agar unda bo'lmasa, ya'ni aksi natija yuz berdi. Başlangıç mektebini bitirmedi yoki o'qimadi deganlik, bizning bolalarimizning mayli matematika nuqtasini aytaylik, bolalarimizning logikalik tafakkuri, dunyoni o'z qonuniyati bo'yicha tushunish iqtidori to'songa uchraydi. Hoş. Til taraqqiyotining yetishmasligi bolalarning tafakkurini palash bo'ldi. Chunki odamning tafakkuri biladigan so'zligining miqdori bilan o'ngtanasib. Agar bu so'zlik oiladalam yetiladigan holatga tashlanib qolsa, maktabdagi darslik yoki o'qituvchining topshiriq berishi va kitob o'qitishi bilan mo'llashtirilmasa, vaqtda 10-12 yoshdan keyin bolalar kitob o'qimaydigan bo'ldi. Yoki kitob o'qish intayin og'ir keldi. Hozir biz shunday bolalarni ko'p uchirtyapmiz. Boshlang'ichda o'qitmagan, anadan keyin to'liqsiz o'tirib kelishga majbur bo'lgan bolalar asosan yaxshi o'qimayaptilar. Chunki unda o'rganish odati yetildigan vaqtda bu bolalarda bu odat yetildirilmagan. Şu Demek müşahede, o'rganish odati, o'rganish iqtidori xo'sh. müşahede bir mesele nima keldi? Bizimki bir kısım qarindoshlarimiz hozir bu müşahede bolalarni masalan başlangıçta 1 yaşındaki bolalarni 7 yosh, 8 yoshlik bolalarni başlangıç maktabga qo'ymay qariqinga birab bu bolalar 12 yosh, 11 yosh kelib bo'lachakki biz qari qilib, akademiya binasi ko'tarib, undan keyin ham maktabga borsak, yana bu bolalar bir yil turkcha kursda o'qisa, yana turkning bolalarini yetishib kelaydi ekan. Biz ziyon topmaydi ekanmiz. Ham bolamiz qarildi ekan, ham bu maktabningki boshlang'ich diplomini oldi ekan degan mushu ideya bilan mushu bolalarni boshlang'ichdagi 1-2 sinflardan boshlab bermay 5-4 sinfga birayotgan mushundoq ota-onalarmi yo'q emas. Aynı şekilde to'liqsizligi shunday qanaqa sal qarayotganlarmi bor. Buni qistirib qo'ygim kelib qoldi. Bu ma'arif nuqtasidanmi, psixologiyalik taraqqiyoti nuqtasidanmi bolalarning, yani bilish taraqqiyoti nuqtasidanmi? Endi favqulodda xato bir yo'l. Yani bu bek cho'ng tema amma. Endi hozir bizning uni tafsil to'xtalishga vaqtimiz yo'q, inshaalloh kelgusida maxsus bir programni ishlashga arziydigan bir tema. Vallahi mushu yo'lda tarbiyalash zodi unumlikmi yoki emasmi deganni o'ylash berish lozim. Endi o'zimdan gapga qaytib kelsam, ikkinchisi ovoz yo'qolib ketdi. Ovozları kelmedi. Senin ovoz o'chirib bo'lsa agar Adiljondan so'z olaylik. Hurmatli Adil Erg'ur apandim, yuqoridagi masalaga sizlar bir tadqiqotchi, aynı zamanda aynı vaqtda nima bo'lash jamiyatshunos bo'lash sifatli bilan qanday qaraylar bu haqda fikrlarni bayon qilsalar. Hazır mı deb o'tdik, endi bu maktab shu insonninki bu ijtimoiylashda muhim rol o'ynaydigan o'rinlardan birisi. Yani ailede, ijtimoiy muhitda, do'stlarda, shu jamoatda qanday ijtimoiylashsa o'xshashlar, maktabni shunday ijtimoiylashimiz. Maktab dal shuni bizga o'rgatadi. Bu ijtimoiylashgan gap o'rganish degan gap. Ya'ni maktabga borgandan keyin şu cemiyetin, şu devletin tarixini, edebiyatını, hani ictimai pellerini, tabi pellerini hemmesi öğrenimiz. Dermiş icmailiş oldu. Mesela değil,
bir maktabga kirmadik yoki mush ijmoiy ibarat mushlar sal qardik. Ertəgün bir tabiiy holda bir da'voga kirib qoldik, sotga kirib qoldik. Agar mushni maktabga kirmagan bo'lsak, yoki maktabda o'qimagan bo'lsak, o'zimizni qanday qo'g'daymiz? Aqalli bir savat hamda. Onun için bizniki nuqul deganda ishimiz oilada bo'lmaydi. Jamiyatning organlari bilan bo'ladi. Har xil organlar bilan ishimiz bo'ldi. Ya'ni insonning hayotiniki qonun tarafi bo'ldi, ko'chmalik tarafi bo'ldi. Ondan keyin ya'ni ma'rif organlari bo'lgan ish bo'ldi. Dal mushuni aşı jamiyatni bilish uchun ma'lumot lozim. Bu ma'lumotlarni biz ancha munchalik to'g'ridan o'rganib bo'lgan narsa emas. Yani maktabdan o'rganamiz. Şuna maktabdan ibaret muşu ijtimoiy muhim rol o'ynagan o'ringa muassasaga sal qarasak, o'zimizni har jihatdan bulapma ijtimoiy ehtiyojimizni qamdab bulolmaymiz. İctimai ihtiyacımızı qamdamasak, ijtimoiy o'rnimiz bir tuvan bo'lib qoldi. Bu ijtimoiy o'rni qanday degan gap? Doktor, avukat, general, muallim, o'qituvchi, injener. Dal mush narsa ijtimoiy o'rin degan gap. Mushundaq bir yaxshi ijtimoiy o'ringa ega bo'lsak, ham o'zimizga, ham atrofimizga, hammada muhimi da'voyimizga foydasi bor. Hani qancha ko'p ijtimoiy o'ringa ega bo'lish uchun, yuqori ijtimoiy o'ringa ega bo'lish uchun yuqori ma'lumotga ehtiyojimiz bor, ya'ni maktabga ehtiyojimiz bor. Bizning ota-onalarimizning yak nurg'un pul qolmadi. Pul orqali ijtimoiy o'ringa ega bo'laylik desak. Ammo bizningki qo'limizga bir temir dasmi aql. Aqlni qanday yerda ishlatamiz? Maktabda ishlatamiz. Maktabdan iborat mushu biz uchun jamiyatga hamma fuqaroga barobar jihatdan barobarlik saqlab akab bergan sharoit yaratib bergan mushu daq narsa orqali dal ijtimoiy o'rnimizni yuqori ko'tara olamiz. İnjener bo'la olamiz, doktor bo'la olamiz, hatto siyosatchi bo'la olamiz. Hatto uning yuqorisiga chiqa olishimiz mumkin. Bizningki boshqa turli talashlarimiz qat'iy yo'q. Pulimiz yo'q, ijtimoiy sarmoyamiz yo'q, iqtisodiy kapitalimiz yo'q. Ammo birdan bir kapitalimiz, ya'ni sarmoyamiz, aql sarmoyamiz. Buni namoyon qilingan yer dal maktab. Ya'ni demak shu o'g'lim ijtimoiy o'rni qancha yuksak, yuqori bo'lsa, shuncha ko'p e'tibor berishimiz ijtimoiy munosabatimiz shuncha ravon bo'lib ketadi. Qancha ko'p tuvan bo'lsa yoki maktabni sirtida qolib qolsak, jamiyatning eng tuvan o'rniga chiqib qolamiz. Bu nihoyatda ko'z yumilmaydigan bir reallik, bir ochiq bir haqiqat. Shunga maktabdan iborat bizga bu shunday so'nilgan imkondan foydalanmasak, o'zimizni aqlni namoyon qila olmaymiz, xor qilib qo'yamiz. Aynı şekilde özümüzni ijtimoiy ve kanuni jihatdan qo'g'day ketimiz. Shundoq, zodi shundoq. Ya da oddiy bir misol. Deylan ijtimoiy o'rinni qanday martaba qanday degan gap desa, sizlar cho'ng bir tashkilotning boshliqlari bir yerga bordilar. Bu tashkilotning boshlig'i alayda muomala qildi. Munosabat shunga asosan taraqqiy qildi. Ishni shunga asosan bajarildi. Ama odatdagi bir odam bo'lib qolsa, yoki jamiyatga normal bir inson bo'lib qolsa, buning ishirma shu odatdagidek bo'lib qolgan bo'ldi. Yoki doktor bo'lsa, doktorning ishini ravon bo'lib ketdi. Bu aqlli bir savat. Bu maktab degan gap insonga kuch ato qilgan narsa. Hem ijtimoiy jihatdan, hem moddiy jihatdan, ma'naviy jihatdan. Shunga hech bo'lmasa o'zimizga ajoyib foydasi bor. Bu millat bo'lmayli, o'zimiz uchun foydasi bor. Ben bu şunçalık tushundiray. Bo'ldi, rahmat, Allah razı olsun. Vaqtim bir yerga borib qoldi. Abdurahim efendim ovoz bormi? Yani kamidi. Sizdan so'z olamoqdakmiz. Unda da ma ikki ustoz Mahmudjon Damolla va Adiljon Uyg'ur xalqimizga yoki ota-onalarga yuqoridagi biz deb o'tgan ijro qilinishi, ya'ni mushu yoshlarni qandoq yetaklaymiz, bularni mushu
o'tgandan krizisdan qanday qutuldurimiz degan haqda 2 minutdan muhim tavsiyasi bo'lsa buni bersa oldi bilan sizdan boshlaylik. Bundan keyin programmani tugatsak bo'ladi. Yuqorida nurg'un qimmatli fikrlar o'tirib qo'yildi. Alloh rozi bo'lsin qarindoshlarimizdan. Hammalarga eslatadigan ve hammamiz eslashga tegishli bir söz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Sizning hammanglar padachi, her bir odam o'zining mas'ul bo'lgan padasidan mas'ul degan. Bu yerda padaga o'xshatishimi bundan chiqib turudiki, bir odam qo'y vaqtigan bo'lsa, qo'yning hammasi o'xshash emas. Bu qo'yning qadri joyida jim turib o'tlaydi qoldirwa, bu ham qochirganwa, xalqning etizliqlariga kirkitirgani va demak har xil qo'y bor. Xuddi shuningdek insonlarmicho bir odamning balasi har xil, jamiyatdagi kishilar har xil, mas'ul bo'lganlar buni odatda hammasining shu holatini xabar olish lozim, hammasiga ega bo'lish lozim, hammasiga o'zining qo'lidan kelishicha yaxshi yetaklashga kuch chiqarish lozim. Shuning uchun meyli ata-ana olaylı, meyli cemiyetteki ilim egalları bolaylı, meyli iktisat egalları bolsun, meyli teşkilat mesulları bolsun, hem meylenin geldiğimizde muş ballani bugünkü kapılıqtın kutkuzuştan ibaret, kutkuzuşka, kuch çıkarışka bir mesuliyet hemmimizin geldiğinde var. Şeyde bir noktanı dikkat çektim geldi. Karşı günü hemmimizge malum WhatsApp, Facebook gruplarda muşu mesele yani bizning yoshlarimizniki bu shundoq masalalarga duch kelganlikka taqalgandan keyin bir qism qarindoshlarimiz, bir qism kishilar udullam yani tashkilotlarga bu masalani yuklab tashkilotlar nima ish qildi, bu balani nima ish qutqizmaydi, o bu yoki ulamolar nima uchun uni javob qilmaydi degandek shundoq bir boshqa bundan burunqi masalalarga o'xshash qutulishninki eng qulay, eng oson yo'li boshqalar yuklab qo'ygandan keyin o'zimizning bu mas'uliyat tugaydi. Shuni ulgurdi yani. Endi zade bu masala yuqorida o'tgandek faqat ota-onalarniki va tashkilot mas'ullarining ulamolarningki masalasimi yoki jamiyatdagi boshqa bizning turkistonliklarning bu yerda yashayotgan uyg'urlarningmi ustiga bir yuk tushamdi bu haqda. Bunu qisqacha tushuntirib o'tsalar programma burun yaxshi bo'ldi. Bizdeki en yaman illatlarning biri mushu. Qandaq bir xafalık olsa, bir musibat olsa, bir kelishmaslik bo'lsa, buni amal qilib o'zimizdagi mas'uliyatni boshqalarga atib qo'yish orqali o'zimizni hech qanday mas'uliyatsiz gadinimizga bir ish kelgan, mening bir qilishga tegishli ishim bor adam deb qarmay, ama odatdagi o'zimning hayoti bilan bulayotgan adam buni alim qilish lozim ya tashkilot qilish lozim, u qilish lozim, bu qilish lozim. Men nima qila olaydim deydigan bu shundoq bir beparvolik ahvoli bu. Faqat bu mas'uliyatdan qochishdan boshqa narsa emas. Payg'ambarimizning hadisi aniq, har odam o'z doirasida mas'ul. O'zining qo'lidan kelishicha yaxshi buyurishga mas'ul, yomon ishdan to'sashga hamma odam mas'ul. Yolg'iz palonning yo pustanning ishi emas. Biz bu yerda xuddi bir hadis var. Bütün insanlarni ikki qavatli kemiga chiqqan musulmonlarni ikki qavatli kemiga chiqqan kishilarga o'xshatgan bir hadis var. Buni eslatkim keldi. Bu yerda kimin tishimiz da'vatqanlar var. Kiminin üstürik kishilar var. Aslida kimini üstürin su lazım bo'lgan vaqtda chiqimiz desa, su akirgicha ba'zi suv chechilib ketib ya üstüriklarni bir aram qildik emas deb asrıllam teşmeylimi deb fikir bo'lgan. Fikir bo'lgan vaqtda payg'ambarimiz deydi, agar kimin tessak bo'ladi deganlar bilan karvonmay üstürikilar o'zining qilgan ishni qilsin, bizning nimkorimizda degan bo'lsa, hammasi yiqib ketdi, hammasi halok bo'ladi. Agar ularni tashmanglar makimini, hammamiz makimida mengishga ehtiyojimiz bor deb to'sib olsa, usti astidikisi hammasi shu qutulib qoladi deb tasvirlagan. Shuning uchun biz Sharq Turkistonlik muhojirlar xuddi bir kemiga chiqqan odamlar. Bu kemining ichida cho'qim kemini buzib, ashuna qalayimqanchilik chiqirman deydigan o'smirlar bo'lishi mumkin, yoshlar bo'lishi mumkin, hatto yeshchoqlar bo'lishi mumkin.
biz hammamiz salomat o'zimizning umumiy tarafdan sog'lomligini, xotirjamligimizni, kimligimizni saqlab qolamiz deydiganmiz. Hamma odam shu kimini tassam bo'ladi deganlarga qarta ma tassangiz bo'lmaydi, bizga ziynimiz keladi deb to'sash lozim. Karimiz olmasa, chatqimiz olmasa, jamiyat umumiy biz xafalık qilsak, hammamiz tan qolamiz. Shuning uchun mas'uliyatdan qochmayli, yaxshilik buyurish, yomonlikdan to'sash har bir odamning o'zining qo'ldan kelishicha, ilmiy iqtidorining yetishicha mas'uliyati va hammanglar padichi degan hadisda hammamizning mas'uliyati bor va shundaqla ma kimini salomat qo'g'dab qurg'oqqa chiqish hammamizning mas'uliyati. Biz bilan karimiz olmay, chatqimiz olmasa shu aqsaq, ziyon tassak hammamiz tatimiz. Xo'sh. Buni demoqchi bo'ldim. Allah razı olsun. Hürmetli Adil Er-Uygur efendim. Ahirki tavsiyelerini kısalar. Şunun bilen program tüketsek buldu. Afsus şu bizde biz eni degan bu bir an to'liq yaxshi yetilmaglik. Bu qanday degan gap degan vaqtida biz eni bo'lgan vaqtida shu ballama mesele chiqqan bo'lsa, masalan Istanbuldagi bolalar mesele tug'ilgan bo'lsa, qachon shu bolalar bizning farzandlarimiz deb ko'rib, shular mesele ko'ngil bilagan vaqtida ondan nurg'un mesele o'zligini hal bo'lib ketdi. Afsus bizlarga sen ve menini bek kuchli. Şu men deydiganlar hemmiş mening kontrolimda olsa, to'g'rini melle desem, hemmiş men aralassam, men degan gaplar haqli olsa, boshqa haqsiz olsa, deydigan men markazini qo'ydigan bir tiplar var, yani bir sen deydigan. Bu qanday degan gap desa, yani meningki balalarimni boshqa tarbiyalasin. Mening balalarimni tashkilot tarbiyalasin. Davani boshqalar qilsin. Men mas'uliyatdan qochay. Men uchun boshqalar qilsin. Mushundaq bir ondiki, bu tipdagi insonlar bor. Yani bu men sen ini qancha kuchli bo'lsa, biz masalalarni rastgele qilsa hal qilolmaymiz. Xo'sh. Qachon biz ini, yani şöyle Qadir Mahmud Davlam degandek, aş kimini bizga o'xshatsak, aşı bizlik enimiz kuchaygan vaqtida anda masalalarimizni hal qila olamiz, hamkorlik ruhimiz, bir-birimizni tushunadigan ahvollar kuchaydi. Chunki hammamiz bilamizki, bu tabiatga narsa hammamiz bir-biriga ehtiyojli. Bu daryomiz o'zini suyini ichamaydi. Daryodan biz foydalanamiz. Bu quyoshimiz o'zini isitmaydi. Quyosh boshqalarni isitadi. Ay shundoq. Yarışlarık baş plantan bir üçün var. O üsümlük neyimi şunda? Neyin derhini derh üz yemek biz yemiz. Yani o tabiatik nesneler bir üçün var. Şuna okşaşta insanların bokma Uygurlar yani hem millet yani biz birbirimiz için var. Yani bizim kıymetimiz başkalar yardım kılan vakitte üzümüzün milleti oylayan vakitte anda üzümüzün kıymetini kapalayalım. Andın İslam'da gösterken hayatın ma'nosini namoyon qila olamiz. Şunu demek çoğunun bir-birimizga ehtiyojliq biz. Yani biz degan gap bek muhim. Xo'sh, gapni tugadim. Men mushunchalik dey. Gap takror bo'lib qoldi. O Abdurahimjon ovozi o'xshadimi ya? Onda da programımızı ahırlaştırayla asası meselemi tügüdü. Programını ahırlaştırış için bugünkü programıma alayida vaqt chiqarib qatnashib bergan mehmonlarga alayida rahmat aytaman. Hurmatli ulamolar birligi rais vakili Mahmudjon Namolla, Allah razı olsun. Rahmat. Hurmatli Abdurahim efendim, özlüğüm rahmet. Hürmetlik Adil Er-Uygur efendim, özlüğüm rahmet. İnşallah tekrar küreşkilerimiz kura başka programda da. Hürmetlik televizyon görgücüler, bugünkü programımız bu yerde ahırlaştı. Yine başka programlarda görüşmek ümidi bilen hemen Cenab-ı Allah Teala'ya tapşırdık. Hayırlı hoş aman bulunlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.